Ramazan yazmaları. Ramazan yazmaları. 2. bölüm Ramazanға kiravatımız. Şəxsiyyətimiz və cəmiyyətimizni şəkilləndirgüçi Ramazan. Ramazan mədəniyyətimizni şəkilləndirgüçi amillardan biri deyə biləmən. Ramazan rozasının hayatının və toplum insanlar cəmiyyətinin qıl tomirlarıgacha singib ketadigan bir xislati bor. U kundalik hayotimizning markaziga joylashgan bo'lib, hayotni orbitasida aylantirdi. Yeb ichishdan iborat eng normal bashariy ehtiyojimizni bir mezgil tartibga solgan Ramazan hayotimizning boshqa sohalariga ta'sir ko'rsatishi noiti normal ahvol. Bu mübarək ayının musulmon cəmiyyətində qaldırğan izi shuncha cho'nqur bo'lib, toplumdagi dinga yiroqdan qaraydigan, sovuq muomala qiladigan kishilarmi oz yoki ko'p bo'lsin, uning ta'sir doirasiga kirib qilishdan o'zini tortolmaydi. Ramazan har soatga kishilarning hayotiga bir shaklda kirdi. Ba'zilarga tomirlardan kirsa, ba'zilarga oshqozonidan kirdi. Nimali bo'lmasin, insonlarning hayotiga kirdi va men keldim deb o'zini his qildirdi. Kupri sohiblari uning bu cho'nqur ta'siridan to'limi beram bo'ladi. Payg'ambarimiz Ramazonda shaytonlarga kishan selinadi deydi. Demek ki, şeytan bilen şerik iş qilganlar daisining bağlanğanlıqıdan beyaram boludu. Şeytanlar bağlanğan bir yerdə pəriştələrinin işləri asan boludu, əlbəttə. Bəlkim Ramazanni hər kim üçün bərkətlik qılğan asası səbəbmi muşu bolsa gerek. Ramazan faqatla mədəniyyətimizni şəkilləndirgüçi bir amil bo'libla qalmasdan musulmon shaxsiyatini barpo qilg'uchi omillardan biri bo'lib hisoblanadi. Ramazonning bu jihatdagi rolini qanchalik darajada joriy qildirishi shaxsning Ramazon bilan qurgan munosabatining cho'nqurligiga bog'liq. Ramazan bilan yuzaki munosabat qilganlarga nisbatan Ramazanning kishilik barpo qilg'uchilik roli albatta yuzaki, ya'ni post qismida qolgan bo'ladi. Ramazanning ta'siri kishining postini teshib, shaxsiyatiga yetib bora olmaydi. Buni burun maktubga o'xshatib yeshib bergan edim. Ibodatlar bandaning Allohga avatgan maktub, ya'ni salom xatiga o'xshaydi. Ibodatlarni qo'lining uchidala ado qilganlar xuddi ibodatning ruhini, asli mohiyatini to'liq tushunmagan va ibodatning ma'naviy dunyosiga singib kirishiga ahamiyat bermagan. Allohga ichida maktub yo'q, konvert evatganlarga o'xshaydi. Bu albatta yo'qdan yaxshi. Ammo bu astoydil bo'lmaganlikning bir ifodasi. Yaxshilik qilgan biridan salom xat topshirib oldingiz deyli. Konvertning ichida salom xat yo'q. Quruq bo'lsa, buni qanday tushunasiz? Ibodatlar bilan yuzay emas, balki negizidan munosabat qurganlar konvertning ichini to'ldirdi deganlik bo'ladi. Ramazan bilan yuzaki shaklda emas, balki mohiyatini tushungan asosda munosabat qurish. Ramazanning mavjud bo'lish sababi bo'lgan vahiy bilan jon tomirdan aloqa qurish bilan mumkin bo'ladi. Chunki Ramazan Qur'on dunyoga kelgan oy. Qur'on tug'ilgan oyning ro'za tutish bilan tabriklanishi hargiz tasodifiy emas. Ro'za ruhning g'izolantirilishi uchun badanning och qo'yilishi bo'lib, bu tafakkur dunyosini aql yurgizadigan qalbga,
мәмләкәтеге башлаш үшін шәһвани his туйгыларның тәсирдән құтқызуш дигәнлектер. Мәнәви инсанны алдыга чыгарыш үшін maddi insan, yani bəşərni arqa tərəfə eliş gerek. Ramazanni Qur'an iyi deb bilib, təsəvvür, aql, şəxsiyyətni və bunun nəticəsində hayatni Qur'an bilan yenidən bərpa qilish. Ramazan bilan yüzəki emas, negizidən alayda qurish deganlik bo'ladi. Chunki vahiy hayat bərpa qılğıcı ilahi bir lahiyə. Bu o'xshatishni nazar tutgan holda aytsak, Qur'on Allah insoniyatga avatgan bir maktub. Odam bolalarining ikki dunyolik baxt saodatining formulasi bu maktubga putilgan. Allah'tan o'ziga kelgan maktubga yuzaki muomala qilganlar bilan chin dili bilan muomala qilgan o'xshash bo'lamdi. Boshqacha aytsak, Allah insoniyatga avatgan maktubni yuzaki holda o'qiganlar bilan ichidan tushunib o'qiganlar o'xshash bo'lamdi. Va yoki salom xatning faqat konvertiga qarab ichidagi maktubga, ya'ni maktubda nima deyilganiga qiziqmaydigan kishining vahiyga bo'lgan ixlosi qanchalik bo'lar? Bulardan shu xulosaga kelamizki, agar insonning hayot barpo qilg'uchi ilohiy loyiha bo'lgan vahiy bilan aloqasi yuzaki bo'lsa, ibodatlarimo yuzaki shaklda davom qiladi. Ya'ni Allohdan kelgan maktub bo'lgan vahiyning konvertiga qarash, Allohga avatilgan maktub bo'lgan ibodatlarnimi ishchi quruq shaklda ado qilganlik bo'ladi. Qiladigan ishimiz aniq. Ramazonni fursat bilib, uning mavjudlik sababi bo'lgan vahiy bilan chin yurakdan ich qo'yun, tosh qo'yun bo'lgan holda zich munosabat qurish. Vahiyning hayot baxsh etguchi kuchiga o'zingizni topshirish uchun har zamon oldingi o'rinda turadigan badanning o'rnini aql yurgizadigan qalbga, irodaga va ruhga berish. Ramazanning maqsadining buni reallikqa aylantirish ekanligini unutmaslik. Bo'libmi, Ramazanga zavallıqqa yuz tutayotgan qavoqxonadagi naqshchi satanglarning ko'z aynigidan qaramaslik lozim. Ko'ngil echish fursati deb qaramaslik lozim demakchi. Ramazanga naqshchi satanglarning ko'zi bilan qaraganlar u yerdan barang osti alamlarni ko'rgan bo'ladi. Bu Allohga yo'llash uchun yozgan salom xatimizni naqshchi satangning kindikiga qisib qo'ygandekla bir ish. Musulmon shaxsiyat va islom madaniyatini shakllantiruvchi omil bo'lgan Ramazonning hayot baxsh etguchi rolini qaytadan tirildirish, uning Qur'on ekanligini astin chiqarmaslik bilan vujudga chiqadi. Vayron bo'lgan musulmoncha engimiz yangidan barpo qilinib va qaytadan shakllanmasa, vayron qilingan jismoniy jo'grafiyamiz qaytadan bino va barpo bo'lmaydi. Hukmlar to'g'ri ma'noga ega bo'lmasa, amaliy harakatlarmi to'g'ri bo'lmaydi. Ramazon yozmalaridan Botir Qarxalli tahriri. Ramazon yozmalari 5-bölüm Roza tutuş, özünü tutqanlıq. Ey Ramazon, kel bizni tut. Zamonaviy shaharlar ochliqdan o'lgan ruhlar qabristonligiga o'xshaydi. Kelishgan vujudlar, o'lgan ruhlar tavutiga aylanadi. Qur'on
bular uchun kiyindirilgan ustixon ifodasini ishiltidi. Bu vaqtdan boshlab insonning inson tarbi orqaga ilinib, bashar, ya'ni ilohiy ruh pöylanishdan burunqi holati tarbi oldiga chiqqan bo'ladi. Ruh uchun o'lim bir o'xshatish. Ruhlar o'lmaydi. Chunki o'lim degan narsa shakl o'zgartish xolos. O'lim yo'qlish emas, balki yetib berish. Bu nuqtadan qaraganda ruhning o'limi haqida so'z qilish xuddi ruhini yo'qotib qo'ygan jonsiz bir badanga o'xshash, hayotning meyitga aylanishini keltirib chiqargan ruhning yo'tkilishi haqida to'xtalganlik bo'ladi. Faqat yo'tkilishdan emas, o'zini o'ltirib olish haqida to'xtalganlik bo'ladi. Açlıqdan o'lgidek holda ruhni och va suvsiz qoldirish albatta o'zini o'ltirib olganlik bo'ladi. Jismi o'lib olishning natijasi jasadni mozorga ko'mish, ma'naviy o'lib olishning natijasi ruhni vujudga dafn qilish bo'ladi. Ruhga mozor bo'lgan bir vujudning oshxona, yotoq, qo'nalg'u, ishxona va taratxona orasida qatrashdan boshqa qiladigan bir ish yo'q. Bundaq bir kishining hayot haqidagi tushunchasi o'xshash bir dunyoda, ya'ni zaminda yashayotgan boshqa jonliqlardami bo'ladigan tabiiy hayotdan iborat. Bundaq bir hayotning ma'nosi bo'lmaydi. Chunki u dunyo bilan cheklanib qolgan. Vujud tavtida ruhning jinozasi faqat yana bir yuzi bo'lmagan bir taraflama fani dunyolik hayot tushunchasi bilan mozorga ilib mengiladi. Bo'lmasa bir inson vujudini ruhning mozori qilishga qandoqmi rozi bo'ladi deysiz? Faqat ruhiy ochliqni bilib yetadigan o'zlik engini yetildirish orqali bu qo'rqinchli oqibatning oldini olg'ili bo'ladi. O'zini yo'qotib qo'ymaganlar ruhlarningmi ichir qaydiganligini, chang qaydiganligini biladi. Qo'saqning ochliqini enzimlar mengiga xabar qiladi va kishini ogohlantirib, g'izolanish uchun harakatga o'tkazadi. Ya'ni enzimlar bir xil ich, rasul elchi. Ular bo'lmasa, inson qo'sqining ochqanligidan xabardor bo'la olmaydi. Allohning rasullari bo'lmay turib, inson ruhining ichirqab ketganligidan xabardor bo'la olmaydi. Ular bir jihatda ruh enzimi rolini o'ynab, insonga ruhning ichirqab va chanqab ketganligini bildirib, insonni ruhning g'izosiga yuzlantirdi. Insonni ruhni yaratgan va uni o'z ilkida tutqichi Allah tayyorlagan samoviy dasturxonga taklif qiladi. Bu dasturxon vahiydan boshqa narsa emas. Odam bolalari nimani yesa o'ziga hayot baxsh etadiganligini, nimani yesa hayotidan ayrilib qoldiganligini u dasturxonga qarab o'rganadi. Mavjudiyat, hayot va o'zini u dasturxon orqali uqadi. U dasturxonga qarab, dasturxonning sohibxoni va o'zi haqida bilimga ega bo'ladi. Ruh va uning shakllari bo'lgan aql, iroda, ong, idrok va tushunish qobiliyatini qandoq beqib cho'ng qildiganligini, qandoq asrab parvish qildiganligini u dasturxondan o'rganadi. Ramazon samoviy dasturxonlarning toji bo'lgan Qur'on vahiyining o'zida nozil bo'lishga boshlaganlik uchun oylar sultoni bo'ldi.
Vəyi toğulğan ayının rozu tutuş arqılıq mübarəklənişinin hikməti ruhlarının içir qaydıqanlıqını, hətta açlıqdan ölüdüqanlıqını his qıldırış idi. Ruhның açlıqını his qılğıcı, hayatның, insanның, hətta özünün meyitqə aylanıb qilişiға razı bolmaydı. İnsan aç ruhini toyğuzuş üçün işençlik mənbə izləydi. Bu izdiniş onu içki dünyasıga yüzləndirib, qalb işkining oldiga elib keladi. Bütün məsələ dəl mushu. Zamonaviy hayot jimi omillari bilan insonni o'zidan yiroqlashtirish uchun loyihalangan. O mahliyo qilg'uchi, jalb qilarligi bilan insonga o'zini unutildirishni maqsad qiladi. O'zini unutgan insonlar o'zini tutolmay qoladi. O'zini tutolmagan kishining o'zini yo'qotib qo'yishi muqarrar. Roza tutush bu sababdan o'zini tutqanlik bo'ladi. İnsan qandaq bir ziyon keltirib chiqargan bo'lsa, hammasi o'zini tutolmaganlikdan bo'lmoqda. O tizginlayolmagan til, qo'l, nafsi, havoyi havas, ochiqining jazosini tortadi. O'zini tutib olish, o'zi tarafda turganlik bo'ladi. O'zini tutib olg'uchini Allah'ның tizginlab turdiganligi ma'lum. O'zini boshqara olmagan kishini Allah nima uchun tizginlasin? O'zini tizginlash uchun o'ziga yuzlangan kishi ichki dunyosida tunji uchirtayotgan zot, o'ziga jon tomirdan yaqin bo'lgan Allohdir. Buni bilib yetgan vaqtda fitratidagi banda bo'lish ehtiyojining haqiqiy adresini topgan bo'ladi. Bu insonni bandiga va nafsiga qul bo'lishdan saqlab qoladi. Shunga islom insoniyatning tunji va eng oxirgi panogohi. Chunki insonni komil qilib yetishtirib chiqish kuchi islomda bor. Insonning tirik meyitga aylanib qolishining oldini faqat islom ola oladi. Kafirlar xohlamagan taqdirdimi? Bu bir ko'z yumg'il bo'lmaydigan haqiqat. Islom mavjud bo'lgan muddatgacha hayotga bo'lgan umid har doim mavjud bo'ladi. Hayotni ichidan mudofaa qildiganlar mavjud bo'lib turdi. Musulmon dunyoga jang e'lon qilgan va musulmonlarni terrorist qilgan jahongir kuchlar islomning ro'yini qutqizish haqida so'z qilishmoqda. Bu kishining ko'nglini elishtiradigan yuzsizlik. İnsanlarning ro'yiga tajovuz qilganlarning islomning ro'yini qutqizishdan ig'iz echish haqqi yo'q. Ular insonni tirik meyitga aylantirib qo'ygan an'ananing varislari. Qutqizmoqchi bo'lgan bo'lsa, oldi bilan o'zining ro'yini qutqizish kerak. Allah rizoligi uchun ro'za tutgan bir musulmon mavjud bo'lgan muddatgacha islomning ro'yi yashaydi, o'lmaydi. Ey Ramazon, kel bizni tut. Mustafa Islom o'g'lining Ramazon yozmalaridan ilindi. O'zlashtirguchi Batir Qarxalli. Ramazon yozmalari. Birinchi bob. Ramazonga kiryapmiz. Ramazon insoniyatga berilgan ilohiy bir qarzdir. Siz Ramazondan nimani kutgan bo'lsangiz, uningga erishsiz. Ramazonni g'izalanish deb qaraydiganlar oziqlanadi. Ramazonning ularga ilib keladiganini qizirib pishgan nonlar, tatliq turimlar, go'sht girdilar, go'shtlardan iboratdir. Bunda qaraydiganlar Ramazondan samirib chiqadi. Ramazonga
pəriz tutuş iyi deb qaraydiganlar oruqlash uchun pəriz tutqan buludu. Ramazanның ulağı ilib kelidigini teximi yenik vücut, teximi inchikilgan bir badandır. Ramazanға мәшрәп көзі bilan qaraydiganlar sayıvəllər astidagi ko'ngil echish yerlarda o'ynavilish bilan Ramazandan bahr oladi. Daqi dumbaq, nag'ri sunay, usul tamasha bilan kutib olishgan Ramazandan oxirida ularga qaladigini huzur va halovatdir. Ramazanға Qur'on va vahiy bizga hadiya qilgan ilohiy qarz deb qaraydiganlar bo'lsa, Ramazanni sifatlik inson bo'lib chiqishning tepilmas bir fursati deb e'tiborlaydi. Sifatlik inson yotoq, oshxona, hojatxona va ishxonaga bog'lanib qolishga rozi bo'lmagan insondir. Bahası emas, qimmati bo'lgan insondir. Yürəkining buzilgan yerlarini o'ngshaydigan, aqlining xarob bo'lgan yerini tuzaydigan, ichki dunyosining o'tmi to'shik bo'lib ketgan yerlarini etadigan, engining buzilgan yerlarini remont qiladigan irodasining yo'qab ketgan qismini topadigan, shaxsiyatining kamtik bo'lib qolgan yerlarini to'liqlaydigan bir fursatdir. İnsan bir nisyan, yani unutqaq məxluqdur. Özünü, məsuliyetini, o'rnini, qimmatini unutuydu və həddidən aşıdı. Islaşıdı, datlaşıdı, kirlaşıdı, şorlaşıdı. Bu səbəbdən insanның bir yıllık tekşürüşke ihtiyacı var. Bo'libmi ichirqab ketgan ruhlar to'yg'izilmasa, ma'naviy o'limlar boshlanadi. Insonga qo'rsqining och ekanligini xabar qilg'uvchilar enzimlardir. Oshqozonining bo'sh qolganligining xabari bu enzimlar orqali miyaga yetkaziladi. Insonlar och qolganligini bilgandan keyin yeydigan narsa izlashga kirishadi. Lekin inson ro'yining ochliqidan qo'rsoq ochqanligidak o'ng'ay xabardor bo'lolmaydi. Chunki ruhning enzimlari yo'q. Ko'pincha inson ro'yining ochliqidan ma'naviy o'limda sakratga tushgan holatidami bexabar bo'lib qolishi mumkin. Qur'onning bir ta'biri bordir. Ular ilimsiz, aqlsiz, farosatsizlikda go'yo tomg'i yo'lab qo'yilgan, chirib ketgan yog'ochlarga o'xshaydi. Munafiqut 4-oyat. Qur'on bu atalg'ini nifaqqa o'xshash boshqa sabablar bilan ichi bo'sh, teshi ichidanmi qimmatli holga kelib qolgan, terakka o'xshash ichidan chirib ketgan inson turlari uchunmi qo'llanadi. Kiyib olgan kiyimlari o'zlaridan qimmatli bo'lgan kishilar ichini setib, sirtiga yegizib, kiygizgan atalmish insonlardir. Ramazon dal inson ichining quruq bo'lib qolishining oldini oladigan ilohiy tadbirlardan faqatla biridir. İnsanlarga bir muddat tashqi dunyosini ichki dunyosining keyniga qo'yishni tavsiya qiladi. Ruhiy kutinishning jismoniy kutinishdan muhim ekanligini o'rgatadi. Ramazon ijtimoiy jihatdan insonga ega bo'lgan mol dunyolarining aslida Allohning uningga imtihon uchun bergan omonati ekanligini eslatadi. Hem berilinishni bilganlar bu sinoqdan o'taliganlardir. Ko'ngil eshigini Ramazonga ochganlar qo'lini va eshikni yo'qsullarga ochadi.
Bu noktalar nazarda tutilganda, Ramazan insonlarga berilgan ilohiy qarzdir. Bu qarzni ba'zilar xaman so'ragandek so'rib, isrof qilib, xajlab tugatsa, yana ba'zilar uni ilib, hassilab oshiradigan ma'naviy sarmoya qilib foydalanadi. Yo'qsullashgan ichki dunyosini uning bilan beytidi. Kimligini va kishiligini taraqqiy qildirdi. Texmi mazmut turdi. Tuyg'u va tushuncha darajasini yuqori ko'tardi. Musulmonlar har Ramazonni jamoatining yarısini tengish uchun bir safarbarlik zamoni deb bilish kerak. Faqat och va yalang'ochlarning yordamiga emas, din va iymon jihatdan namratlashib ketganlarga yordam qilish uchun aldirish kerak. E'tiqod yo'qsulligi moddiy yo'qsullikdan bakrak, qo'rqinchli oqibatlarni elib keladi. Agar siz e'tiqoddan namrat bo'lsangiz, xalqaro tashkilotlardan haqsiz yordam ola olishingiz mumkin. Faqat din va iymon yo'qsulligiga duchor bo'lgan bo'lsangiz, qaysi xalqaroliq organning eshigini qoqsiz? E'tiqod namratligini faqat va faqat iymon, axloq va fazilat boyligi bilanla yengil bo'ladi. Ramazan dal shu boyliqlarning manbasidir. Ramazan yozmalari. Birinchi bob Ramazanga kiravatimiz. Birinchi bölüm bir ang turg'izish fursati yiqilishib kelayotgan Ramazan. 11 ayning kirlari ustimizda. Bu kir qo'lputning kiriga o'xshamaydi. Ularni yuvsang ketadi. Biz tilga ilayotgan bu kir yurak, zehn, aqlning hammadan bak tasavvurda paydo bo'lgan kiridir. Tushunchimizning, engimizning kirilishib ketishi davrimizning eng qo'rqinchli bir kasalligidir. Engi va yuragi kirlangan bir inson bu maynachilikni qo'li tekkan har narsaga yo'qtirib ulgurdi. So'z, tushuncha, tuyg'ularni kirlashtirdi. Kirlashgan zehn bilan Qur'on o'qisa, zehndagi maynachilikni uningga yo'qtirib etishi mumkin. Ibodat qilsa, ta'min tetiy olmaydi. Bu xuddi dunyodagi eng yaxshi tamoqni eng paskini qachiq selishga o'xshaydi. Idrok, aql, qalb va tuyg'uning bulg'unishi kirlangan biror organizmdak osonlikcha poklanmaydi. Buningda suvda hamma narsa poklanadi deb aytolmaysiz. Bu jismoniy kirilishga qaraganda ming hassi eg'ir bulg'inishdir. Bulg'inish ma'naviy jihatdan bo'lganda, uningdan qutulishning yo'li va abjil chorasimi ma'naviy bo'lishi kerak. Bu sababdan ibodatlar insonni poklash uchun uni yaratgan Alloh tarafidan belgilangan. Chunki u insonni yaratgan, uning ojizliklarini hammadan yaxshi biladi. insonning o'zidanmi obdan biladi. Qur'on aytgandek, u yaratganlarni bilmay qilarmi? U insonni obdan bilgachga, uni ma'naviy kir va dodlashishdan poklaydigan retseptini uni yaratquchi eng yaxshi shaklda yozadi. Vahiy bu retseptlardan tashkil topgan bir ilohiy shifoxonadir. Ibodatlarning o'zi maqsad emas. Ular yaratquchi amalga oshirmoqchi bo'lgan ulug'vor maqsad, g'oyalar uchun bir vosita. Har ibodatning sababi, g'oyasi va hikmati bor. Faqat bu sabab, g'oya va hikmat ba'zida
u ibodatga buyurgan oyatlarda nihoyatda ro'shan qilib putilgan bo'lsa, yana ba'zida cho'nqur tafakkur va birlashtirib tushunish usuli bilan yakun chiqargandila ondan ayon bo'ladi. Ro'za ibodatining maqsadi birinchi turga tava. Ro'za tutishni buyurgan oyatning o'zida mundaq deyilgan: Ey iymon aytquchilar, ro'za sizlardan ilgirkilarga farz qilingandek sizlarga farz qilindi. Bu ilohiy ta'limotning orqasidan ro'za ibodatining insonda amalga oshirmoqchi bo'lgan maqsadi ro'shan holda mundaq bayon qilingan: La alakum tattaqun. Umid qilamizki, taqvolikqa erishgaysizlar. Shundoq, ro'zaning maqsadi insonda mas'uliyat engi deyilgan taqvolikni shakllantirishdir. Kimga, nimaga qarta mas'uliyat engi turg'izilishi kerak? Oldi bilan insonda o'z mavjudligiga nisbatan mas'uliyat engi turg'izilishi kerak. Chunki inson maxluqotning toji, Allohning shoh asr sifatida ma'lum bir g'oya, maqsad uchun yaratilgan. Alloh sizdan so'raydi: Sizlar bizni maqsad, g'oyasiz yaratding deb o'ylamsizlar? Shunga insonning o'z mavjudligining g'oyasini so'rashi, izdishi va tepib olish majburiyati bor. Mana bu insonning o'ziga bo'lgan mas'uliyati. Inson o'ziga bo'lgan mas'uliyatini anqirgandan keyin Allohga bo'lgan mas'uliyatini mo anqira oladi. Mana buni biz taqvo deb ataymiz. Bu tushuncha ong mengiga yerlashgandan keyin inson boshqa insonlarga, tabiatga va shaylarga bo'lgan mas'uliyatini mo idrok qila oladi. Bu ma'nodan elib aytganda ro'za tutish insonning ichki dunyosiga bo'lgan mas'uliyatini ado qilish deganlik bo'ladi. Ojizlab ketgan ruhning oziqlanishi uchun ruhni to'yg'izish kerak. Chunki 11 oy bo'yicha badanga silingan mablag' ruh, aql va ongni bir chetga qayirib qo'ygan edi. Amaliyotda insonni inson qilgan uning go'shi va so'ngiki emas. Insonni inson qilgan qimmatlarning kuchlantirilishi, oziqlanishi va yuksalishiga sal qarashqa bo'lmaydigan muhim nuqta. Inson o'ziga insonlik sifat baxsh etgan taraflarni oziqlantirgan vaqtda zulmatda qolgan ko'ngil olamida quyosh chiqadi. Aqli yo'raydi. idrok olimi yo'rishqa, ko'rmagan ko'ngil ko'zi ko'rishga, ko'ngil quliqi eshitishga, ko'ngil burni yedlashqa boshlaydi. Bu ma'naviy taraqqiyot inson engini yuqori ko'tardi va inson ibodati orqali Rabbi bilan bo'lgan munosabatini aktiv holga keltirdi. Bu munosabatning insonga xos tarafiga ubudiyat, banda bo'lish joylashgan bo'ladi. Allohga xos bo'lgan tarafi rububiyat, ya'ni Rablik bo'ladi. İnsandan yükselgini dua bulsa, Allah'tan düşkünü icabat buludu. İnsandan örlegini sual bulsa, Allah'tan düşkünü cevap buludu. Dal joyini tapalığan her bir yükseliş, mirac buludu. Tabii ki bunun Allah tarafından berilgen mukafati nüzul, yani düşüş, nazil bo'lishda yer oladi. Mana bu vahiy odam bolalarining mavjudligi haqidagi savollarga Allohning bergan javobi va Allohning insonga hidoyatini tushirganligining bir natijasi.
Әң ақырқы вәхи Мәккеде Hira ғарыда bir Ramazan keçisi nazil bo'lishqa boshlagan edi. Biz müminlər vəhiyinin tug'ilgan iyi bo'lgan shu Ramazanni oylar sultoni deb bildik. Chunki u so'zlar sultoni bo'lgan vəhiyinin odam ballarının zulmat basqan qorong'u ufqini yo'ritgan muborak oy. Ramazan aslida Qur'on oyi va bu oy butun shoni shavkatini vahiydan olgan edi. Ramazan Qur'on bilan kiralishib, butunlashib, ich qo'yin, tosh qo'yin bo'ladigan oy bo'lishi kerak. Qur'on faqat qo'limizda va tilimizda emas, yurakimizda, aqlimizda, hammadan bakrak hayotimizda o'rin olishi kerak. Qur'onning hayotimizda o'rin olishi uchun tasavvurimiz, aqlimiz va kishiligimizni Qur'on bilan qaytadan barpo qilish kerak. Aslida ulug' bo'lgan Qur'oni Karimni yanama ulug'var qilib o'tish uchun tirishadigan soddalikni tashlab, Qur'onning bizni ulug'var qilish uchun tegishlik ishni qilishimiz hech bo'lmasa bu Ramazonda bo'lsa-mu. Ey Rabbim, men menga ivatgan xo'sh bishartingni hozirgacha ichib o'qib, bir narsa tushunolmaganim uchun sening afu qilishingni tilayman deb Qur'on vayisi orqali vayron bo'lgan ish dunyomizni barpo qilishimiz kerak. Buni faqat o'zimiz uchun emas, vahiyning nuriga muhtoj bo'lgan boshqa insonlar va tuproqlarda parishon va so'lg'un iymonning kelgisi uchun bo'lsa-mu qilishimiz kerak. Ramazan yozmalari. Birinchi bob Ramazonga kiryapmiz. 4-bölüm Ramazan mashrab emas. Din inson uchundir. İbadətlərdəki payda Allahqa emas, insonlarning foydasi uchundir. Chunki insonning dinga ehtiyoji bor. Ehtiyojimizni qondirgan Allah'dır. Allah inson munosabatida ibodat insondan Allahqa yetib boradigan bir xil idrokdir. Mana bu taqvoning dal o'zidir. Muhammad Asad va Fazlur Rahmonga o'xshash asrimizdagi mashhur olimlarmi to'g'ri deb qaragan Izzat Suning taqvo mas'uliyat ingi degan izohati nihoyatda o'rinliq izohatdir. Bu bir mirojdir. Har miroj bir ro'zining, ya'ni ulug'vor bo'lish va yuksalishning asridir. İbadətlər arqılıq insonning tushunchasi insonlik dunyosining ufqiga yuksaladi. Bu yuksalishni Allah hargizmo mukofotsiz qoldirmaydi. Ubudiyat bilan Allohga yuzlangan bandiga Allohmo rububiyati va rahmati bilan yuzlanib nuzul, ya'ni tushish bo'ladi. Ya'ni rahmatini tushirdi. Allah tərəfindən əməlgə aşırılğan hər nuzul Allah'ın qəbul qilishidir. Onun rəhmətinin insaniyyətə düşüşü elçilərdə vəhiy şəkildə namayan bolmaqda. Barlıq vəhiylərinin ən yuqarı pəllisi bolğan Qur'on vəhiy. Dəl muşundaq bir ilahi rəhmətinin səmərəsidir. Nuzul kəliməsi Arabçada mehmon sharpiga selingan turlari mo'l dasturxon degan ma'noni bildirdi. Bu ma'noni esimizda obdan tutib olsak, vahiyning nozil bo'lishining nima ekanligini texmi yaxshi tushuna olamiz. Shundoq, vahiy ilohdan insonlarga tushirilgan bir maida, ya'ni ustida
әң мол, назу нимет болған дастыхан. Яғни самави дастыхандыр. Bu dastixan insonga insoniy tarbiyyani taraqqiy qildiradigan g'izolar sunadi. Bu ilohiy dastixan insonning boshqa jonliqlar bilan o'rtaq bo'lgan hayvoniy tarbiyyani emas, insoniy tarbiyyani oziqlantirdi. Vahiy hayot baxsh etguchi bir ilohiy loyiha. Vahiy xuddi tunji xitob qiling'uchisi bo'lgan suyumlik Rasulullohning tasavvurini, aqlini va kishiligini barpo qilganga o'xshash, inson bo'lishning eng to'van mas'uliyatini his qilib, tushanchisini yuqori ko'targan kishida mislsiz bir aql va kishilik barpo qiladi. İnsan yer yuzidagi mavjud bo'lish g'oyasini faqat va faqat vahiy barpo qilgan ong tushanchi bilanla amalga oshira oladi. Bu ongga ega bo'lish uchun inson oldi bilan o'zining mavjud bo'lish ma'nosi va maqsadi to'g'riliq samimiy bir shaklda o'ylanishi kerak. İnsanning maqsad g'oyasi bo'lishi mumkinmi? O'ttirchi ömrü inson ömrünün 1%'ге to'g'ri kelmaydigan hasal harsiningmi? Hasal ishlab chiqarishdan iborat bir g'oyasi bo'ladi-yu. Butkul koinotdagi maxluqlarning ichida shoh asar bo'lgan insonning hech qanday g'oyasi bo'lmasmi? O'zini boshqa jonliqlardan ayirib turgan fitrat, aql, iroda va boshqa iqtidorlari bilan inson avlodi o'z meyliga qo'yib etilganligini, dunyo bog'chisida xohlagancha o'ynaydiganligini, berilgan buncha ichki va tashqi imkoniyatlarni o'z nafsi xohishi bo'yicha buzib chechib vayron qilsa bo'ldiganligini o'ylayaptamdi. İnsonning yaratilish g'oyasi yer yuzida bor bo'lish maqsadiga loyiq bir hayot barpo qilishdir. Vahiy bu qurilishning ustisi bo'lgan insonning qo'llanmasi, ya'ni ishlatish ko'rsatmasi, xaritasi. Inson o'zining mavjudlik g'oyasini to'g'ri va eng yuqori saviyada amalga oshirmoqchi bo'lsa, oldi bilan vahiyning tarbiyalash uchun o'zini vahiyga topshirish kerak. Undaq bo'lmasichu? Undaq bo'lmaganda dal bugungi kunimizdagidek inson yo'q bo'ladi. Uning o'rnini inson qiyofatiga kirib olgan pardozliq va niqobliq kishilar oladi. Siyosiy va iqtisodiy bihronlarning hammasini keltirib chiqargan odam krizisi texmi battar ig'irlashadi. Reallikning o'rnini yolg'on, haqiqatning yerini obraz, bebaho qimmat qarashning o'rnini baho, emgakning o'rnini simvol, adolatning o'rnini bexatarlik tashvishi, davlatning o'rnini diva, millatning o'rnini jonivorlashgan siyosatparastlar oladi. Elchilarning chaqirig'ini tirildirishdan boshqa bir chiqish yo'limiz yo'q. Barliq elchilarning chaqirig'i insonning yaratilish g'oyasini amalga oshirish chaqirig'i edi. Bu chaqiriqdan yuz o'rish aslida insoniyatga qiladigan eng cho'ng zulm va dunyoviy axloqsizlikdir. Bu chaqiriqning eng yuqori pallasi bo'lgan Qur'oni Karimning chaqiriqimi dal elchilarning chaqiriqi edi. Ramazon dal mushu chaqiriqning sohibi bo'lgan vahiyning tug'ilgan oyidir. Bu tug'ilgan mazgilning ro'za bilan tabriklanishi aslida vahiy chaqirig'ining ruhi bilan mukammal shaklda moslashishchanlikqa ega. Chunki ro'za insonning insoniy tarafini taraqqiy qildirish uchun
uning hayvoni tarafiga to'xta deyishdir. İnsanның ro'yini beyitib, ichki hissiyotlarni tizginlaganlikdir. Bu maqsadning amalga oshishi yer yuzida mavjud bo'lish maqsadiga uyg'un bir hayotni barpo qilish uchun yaratilgan insonning, ya'ni ustining tarbiyalanishi deganlikdir. Shunga Ramazon ham ro'za ibodati orqali nafs va ruh tarbiyasiga, ham vahiy orqali bir tasavvur va aql tarbiyasiga aylanish kerak. Mana bu shaklda g'oyasini amalga oshirgan bo'ladi. Ibodatlar inson Alloh munosabatida insonning Allohga avatgan bir maktubiga o'xshaydi. Ishchi bosh konvert adresga yetib bordi degan taqdirdimi, maktubni topshirib olg'ichi astoydillik bilan muomala qilgudak bir maktub bo'lmaydi. Mana shundoq ishchi bosh ibodatlar yuqorqidek ishchi bosh bir konvertga o'xshaydi. Bu hech bo'lmaganda bir samimiyatsizlik deb qaraladi va maqsadini hech qachon amalga oshira olmaydi. Ramazonni qiynada mikroblar bo'lgan, zavolliqqa yuz tutgan Osmanlı saltanatining oxirgi mezgilida teraklar orasidagi ko'ngil echish bilan uning kunimizdagi o'zgargan shakli bo'lgan naqsh kechiliklari bilan tabriklash Ramazonga qilgan bir xil yaxshilik emas, balki uning ro'yini o'ltirib jasadi ustida mashrab o'tkazgandek bir ishdir. Yuqoridagi tushuncha Ramazonni tulumdak samirib ketgan boylarning uruqlash iyi, yo'qsul va vijiklarning o'zini yaxshi kutish iyi deb tushunib olishidan xatarlikdir. Nima uchun har doim Qur'onning barpo qilinishi deb yurganimiz endi tushunishlik bo'ldimi? Chunki bu masala men musulmon degan va ixlosida zarrachilik shak bo'lmagan kishilarning islomini vahining barpo qilmaganligidan kelib chiqmoqda. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi faoliyatni qilsangiz qiling, oldi bilan tasavvuringiz, aqlingiz va kishiligingizni vahining qo'liga topshirib, o'zingizga bir to'g'ri yo'l xaritasi sizdiring. Vahining qo'li bilan asos soldiring. Dinga, dunyoga, insonga, narsalarga Allah nazar sol degan yerdan qarishingiz faqat va faqat buning bilan munosabatlik. Musulmonligingizning Allah huzurida diqqatga shoyan bo'lishimi dal buningga bog'liq. Uningdan keyinchi, uningdan keyin xohlasangiz siyosatchi bo'ling, xohlasangiz iqtisodchi, xohlasangiz san'atchi bo'ling, xohlasangiz futbolchi va yoki xohlasangiz hokim yoki prezident bo'ling. Ramazon yozmalari. Birinchi bob Ramazonga kiryapmiz. 5 bölüm. Keldi yana gül mavsum. Aşık tuproqqa dediki, ajoyib ish. Gül puraysına, sening asli eding bu emas. Sen bu puroqqa qandaq erishding? Tuproq dediki, men bir gülning tuproqi. O xushpuroq mendan emas, güldan keldi. Gül tuproqi bo'lganligim uchun uning xushpuroqi menga singdi. Shunga gül purayman. Yaqinqi bir asrdan ko'proq zimistonni beshidan o'tkazgan bu Gülistonni Kanafiston, ya'ni hojatxona holiga keltirib, sestqanlarga qaramasdan yana Ramazon kelyotdi. Kishi
kishini o'ziga mahliya qiladigan, ko'ngillarga huzur bag'ishlaydigan gul purqi bilan kelyotidi. Qurib, qag'jirab ketgan yuraklarimizga rahmat, barakat, ehson, muhabbat va hidoyat elib kelyotidi. Esingizdami? Bu Gülistonni Kanafistonga aylantirganlar gulga va gulni asıltadigan har qanday narsaga qarshi eng oxirgi shiddatli hujumini bir Ramazon oyida boshlagan edi. Ba'zilarning uyiga eshikni chiqib besib kirishgan. Miltiq va kameralarni ularga batlagan edi. Bu qadimiy Gülistonni ichidan nafrat urg'ib turgan gandi ko'lchigiga aylantirib etmoqchi bo'lgan edi. Qora basqan yuraklari, qora aqli, qop-qora vijdonlari va qop-qora yuzlari bilan tushlarimizni va xiyollarimizni zulmatga aylantirish uchun safarvar bo'lib, 1000 yil suradigan urush e'lon qilishgan edi. Bu güzel Gülistonimizni Andalusga aylantirib etadiganligini jar selishgan edi. Ularning bir Ramazonda kelishlari xuddi Ramazonni nishonga olgandek edi. U shum urush mang Ramazonga va Ramazonning egisiga qarshi elib berilgan urushdek bilingan edi. Ramazon elib kelgan ruhni Kristga mixlash uchun ba'zilar jon jahli bilan hapilshyotdi. Barmoqlarini ko'zimizga challab, bir gestapochi boshlig'idak, "Hey, senmi?" deganlarda ichimizdagi Ramazonga sig'inatdik. Barliq o'chmanliklarni go'yo bizga emas, balki ichimizdagi Ramazonga qaratgan edi. U qor kunlarda ular uchun Ramazon edik. Hozirmi ham shundoq. Jonimizdek so'ygan, asirgan ichimizdagi Ramazonni bersak, boshqa hech qanday narsa talab qilishmaydi deb o'ylagan edik. Hatto ba'zilarimiz yalmavizning oldiga bolasini tashlab bersa, o'zi qutulib qoldiganligini o'ylagan aqlsiz otalardek ichidagi Ramazonni u alvoslarning oldiga tashlab berishgan edi. Aslida ularning ko'zi faqat ichimizdagi Ramazonga emas ekan. Ular aslida parda orqasida bulangchilik, talon-taroj qilishga o'xshash boshqa ishlarni qiladi ekan. Qo'rqqan edim. Bu la'natlar yuzidan ushbu mazlum tuproqlarimizga yana Ramazon kelmasmi deb. Ammo u ranjib qolmadi. Yana keldi. Bo'yni pukuk, ko'ngli yerim, ko'zlarida yosh aggan bo'lsa-mu, yanala keldi. Har kelganida oziq-tulikimiz safarda yo'ldosh, ig'ir kunda qarindosh, qiyinchilikda do'stimizga o'xshash, o'zi bilan birga umid elib keldi. Qachilikdagi nondek bo'lishdik uni. İçimizdeki Ramazonni uning bilan boqdiq. Ikkisi uchrashqinida samalliq boqqa, zimiston Gülistonga aylanadi. Balkim sizmi beshingizdan o'tkazgansiz bu kunlarni? Har Ramazondan keyin mushuning bilan yana 11 oy mang'alaymiz, deyishatdiq va mang'atdiq. O vaqtlarda faqat bizning ro'zini tutmayotganligimizni, ro'ziningmi bizni tutayotganligini mahkam, beshi tik, quvvat bilan va sharafli holda tutayotganligini his qilardik. Ana shu vaqtda Ramazonning o'riqlab olish yoki samirib olish mashrab emasligini bilgan edik. Hatto Ramazonni ashundoq tonishtirganlarning bizga qanchalik yomonlik qilganligini bilib yetgan edik. Ramazonning ichirqab ketgan ruhlarni to'ydirib, to'ygan va to'ygan siri ozg'unlikqa mubtalo bo'lgan ichimizdagi hayvonni
och qo'yib tarbiya qilish degan ma'niga keladiganligini shu vaqtda bilgan edik. Ruhning aksiga qarab buzilgan insoniy muvozanatimizni darhol tangshib olatdik. Bu ko'rinish bizning Ramazonga emas, aksicha Ramazonning bizga ikrom qilganligining namoyandasi edi. Ramazon albatta mo'l ne'mat baxsh etadi. Chunki u bir samaviy dasturxon bo'lgan vahiyning insonlarning zulmat bosgan ufqini yo'ritgan ashu oyni tamsil qiladi. U Qur'on vahiyining tug'ilgan ey bo'lganligi uchun qutlanadi. Buning ma'nosi nihoyatda ochiq. Ramazon jimi barkati, muqaddasligi, hikmatini vahiydan oladi. Undaqda vahiysiz bir Ramazonni tasavvur qilish mumkin emas. Ramazonning sababi bo'lgan vahiydan yuz o'rgan holda qandaqmi bir Ramazonni ahyo qilish mumkin? Ramazonning hikmati bo'lgan Qur'on bilan tanishmay turib, Ramazonning fayzini qandaqmi surgili bo'lsin? Ramazonning asli maqsadi bo'lgan ilohiy xush xabar bilan bir gavda bo'lish, tirishchanligimiz, uning siymosi bo'lgan Ramazonni tushunib yetishimizni texmo osonlashtiradi. Undaqda qani hammamiz birlikda bir safarbarlik e'loni qilaylik. Uningga jon jahli bilan qarshi turayotgan ro'yi qari kishilarga qarshi Qur'on bilan ich qo'yin, tosh qo'yin bo'lib, Ramazonni Qur'on bilan texmo samimiy munosabat o'rnatish uchun bir fursat deb bilaylik. Shuni aniq ko'rsizki, Qur'onga qancha yaqinlashsangiz, u sizga texmo ko'p pichildaydi. Umma sizga yaqinlashadi. Xuddi urug' bilan tuproq, barmoq bilan tirnoqqa o'xshash. Ikki oyat bir-biriga zich kirishib ketadi. Ikkisini bir-biridan judo qilmoqchi bo'lganlar mana bu vaqtda parishon bo'ladi. Ramazon bilan tanishib, uning vaslisi bo'lgan vahiy bilan tanishmasak bo'lamdi? Bo'lmaydi albatta. Har narsaning bir sababi bo'lgandek, vahiyning bir sababi bor. Aniq qilib aytganda, Qur'onning vaslisi bilan tanishmay turib, Qur'on bilan tanishish mumkin emas. Qur'onning vaslisini bildigansiz, u mehr shafqatning yana bir ismi bo'lgan Muhammad alayhissalom. Bu Ramazon Rasulullohmo ko'ngil sarayingizga mehmon bo'lishi, uning bilan tanishib chiqishingiz kerak. Shundoq, bilaman, atrofingizda mana bu Rasululloh deb tanishtirilayotgan birdan ko'proq obrazga qarab, qaysi Rasululloh bilan deb so'rashingiz mumkin. Ya'ni farishtalashtirilgan Rasululloh tasavvurimi yoki pochtikash va yoki xabarchi saviyasiga tushirilib qo'yilgan Rasululloh tasavvurimi va yoki Qur'on tanishtirgan Rasululloh bilanmi? Javobi aniq. Albatta, bizga Qur'on tanishtirgan Rasululloh bilan tanishib chiqish kerak. Ramazon yozmalari. Birinchi bab, Ramazonga kiravatimiz. 6-bölüm, Ramazon bir fursat. Ey mühminlar, gunohlardan saqlanishinglar, Allah oldidagi mas'uliyatinglarni his qilishinglar uchun. Sizlardan ilgirkilarga, ya'ni ilgirki ummatlarga ro'za farz qilingandek, sizlarga Ramazon ro'zasi farz qilindi. Ramazoningiz muborak bo'lsin deyman. Shundoq, Ramazon aslida muborak edi. Xush kelding
Ey Ramazan iyi deyman. Ramazan doimo xush keladi. Lekin kishi qilishga tegishli bo'lgan ish, uning barkatidan eng yuqori saviyada foydalanish bo'lib, uni xushal-xuram holda kutib olish, uni xush qilish va xush holda uzatishdir. Doim nazarimdan saqit bo'ladigan bir haqiqat bor. Ya'ni ibodatlarning o'zili maqsad emas, aksicha har ibodat yuksak darajadagi bir g'oyani amalga oshirishning vositasi. U maqsad nazardan saqit qilinganda ibodat ado bo'lmaydi va maqsadini tushungili bo'lmaydi. Ro'za ibodatining maqsadi bu ibodatni farz qilgan yuqoridagi oyatda ochiq bayon qilingan bo'lib, mas'uliyat engi turg'izishdir. Bu oldi bilan insonning o'zini tunishi bilan boshlanadi. O'zini tunish uchun inson diqqatini o'ziga qaratishi kerak. Diqqatini o'ziga tortishdan maqsad go'shtdan so'ngigacha, choch soqollargacha badan eg'irligi va bo'y uzunligiga, oshqozoniga va teniga e'tibor berish deganlik emas. Chunki bular insonni inson qilgan taraflar emas. Undaqda u nima? Albatta, vahiy, qalb deb atagan ichki dunyoga, tuyg'uga, tushanchamizga aql yurgizadigan qalbga yuzlanishdir. Diqqat e'tiborini ichki dunyoga qaratgan inson o'zini tunishga boshlaydi. O'zini, ya'ni Alloh oldidagi ojizligi va muhtojligini, dunyo maishatlari oldidagi shon sharaf va ustunlikni tunishga boshlaydi. Bu natijani qo'lga keltirgan inson mas'uliyat engini turg'izgan inson bo'ladi. Bu 3 yo'nalishlik ongdir. Allohga, o'ziga va boshqalarga qarta shakllangan ong. Och yalang'ochlarga qarta mas'uliyati borligini, yo'qsullarga, yetimlarga, egi-chaqsizlarga, qiyinchilikda qolganlarga qarta mas'uliyati borligini har inson ro'za orqali o'rganadi. Ramazonni mashrabga aylantirib olganlar, uni o'ruqlarning samir bilishi, semizlarning yemay o'ruqli bilishi iyi deb qaraganlar bu maqsadni qandoqmi amalga oshira olsin? Bu xil qarashga ega bo'lganlarga nisbatan Ramazon deganda tunji bo'lib aqliga Istanbuldagi g'arbcha naqshchi satanglar ijrosidagi teraklar orasi tomosha keladi. Osmonlini tirildirimiz deb Istanbulning Islambul, ya'ni islom mo'l taraf emas, aksicha Istanbulning Para, qavoqxona tarafini tirildirishga tirishish so'l tarafidan uyg'onishga o'xshaydi. Faqat unchilikla emas, hatto o'z e'tiqodiga fransuzlashish, ya'ni yotlashish bo'lib, aysh ishratni dinning partisi deb qolganlik bo'ladi. İftar çadırlarını qurish nima degan yaxshi ish? Istanbulning Islambul tarafini mana mushundoq va buningga o'xshash faoliyatlar aslatadi. Xalq hukumatlarimiz nemishqa faqat chedirga keladigan kishilarni o'ylab, dal iftor vaqtida qatnash qistangchiligida qolganlarni o'ylamaydigandu. Ularga bak oliy bo'lmasmi, faqat ig'iz ochqadak bir xurma, kichik bir quti suv, kichik bir to'qashdan tarkib topgan oddiy bir tomoq tizimligi yetarli bo'ladi.
Agar o'rnak talab qiladigan bo'lsa, bir qancha yildan beri bu ishni vatan ko'chisida qilib kelayotgan Aqaba vaqfidan olsa bo'ladi. Hatto yordam qilsin bo'ladi. Dal iftor vaqtida qatnashda qistilib qolgan kishilarning mashinaning darisidan sunilgan iftorlik ikromlarini olgan vaqtda ko'zlarining qandoq nurlanib ketganligini bir qarabla bilib olaysiz. Ularning o'rnida siz bo'lib qolsangiz, sizningmi ko'zlaringizdan nur chaqnamasmi? Albatta, qornimizga qilingan ikrom Ramazonning eng kichik taraflaridan biri. Buningdan boshqa cho'ng hadiyasi bor Ramazonning. Aqlimizga va qalbimizga sunilgan hadiya. U kishilarga Qur'on hadiya qilish bo'lib, kishilarni vahining dasturxoniga o'ltirg'izib, ularning ichirqab ketgan yuraklarini va mengisini Qur'on bilan to'yg'izish. Qisqacha qilib aytsak, Ramazon bir fursat. Kirlanganlarni poklaydigan, buzilganlarni, uprab ketganlarni o'ngshaydigan, yiqitilganlarni o'rnidan dasturg'izadigan, tasbih donisidek chechilib ketganlarni yig'ib bir gavda qiladigan, yuttirib qo'yganni tepib oladigan eng yaxshi fursat. Ramazon yozmalari. Birinchi bob. Ramazonga kiryapmiz. 7-bölüm. Shundaqdimi, yana xush kelding. Ramazon Allah bekitgan kun tartibdan biri bo'lib, u mu'minlardan bir oy bo'yicha ushoq yoki kundalik masalalar bilan mashg'ul bo'lmasdan Allah belgilab bergan kun tartibga ahamiyat berishni talab qiladi. Ramazon bir ichki dunyoni barpo qilish safarbarligidir. Ramazon inson doim sal qargan ichki dunyosiga atlanadigan safar uchun eng muvofiq bir payt. Ramazon nafsni tarbiya, ruhni poklash va shaytonni qo'g'lash mezgilidir. Ramazon 4 qirliq moddaga 5 bir qirni qo'shish uchun insonga berilgan bir fursatdir. Birovning o'zidan bakrak boshqalarga ko'ngil bo'lib bir dunyoda inson o'ziga qarashni unutib qoladi. Birov o'zini qo'yib boshqalarni qutqizib olish uchun g'ayrat qilayotgan vaqtda inson yanada o'zini unutib qoladi. Ramazon 1 yil bo'yicha o'tni o'chiramiz deb kaynidan qo'g'lab, hatto o'tni boshda o'zi qo'yib o'tib, ondan o't o'chirman deb hapilishayotgan o't o'chirgichining o'ziga tutashgan o'tni o'chiradigan mezgilidir. Ramazon hayotning aldirash va qalaymaqan qistangchiligida 1 yil bo'yicha yurgan insonning o'zini tekshirib, tuzitish va o'ngshash, xatoliklarni bayqash va o'zgartib asliga qaytish uchun eng muvofiq vaqt. Vayron bo'lmaydigan qimmatlarni vayron qilgan, ya'ni sekular, dinni ijtimoiy hayotning sirtiga chiqarib tashlash, mantiq va bu mantiqining shifosi tepilg'usiz tezgahlardan biri. Ramazonni an'anaviy bayram, ro'za hayitni kamput bayrami, Qurban hayitni go'sht bayrami deb bizga tonishtirishdir. Ro'zani kundalik hayotning muhim ishlar tartibiga olganlar uchun bir rahmat va mag'firat yomg'iri bo'lgan Ramazonni iftornini va suhurliq dumboq ovozi adabiyatiga qurban qilib o'tish asli mohiyatidan yiroqlashtirishdan boshqa narsa emas.
Ramazanni aslida dunyoga berilib ketgan hayotimizning yenidan dinga yuzlanishi va Allah ishqining bir tarafini qo'shib olishimiz uchun tepilg'isiz bir g'animat deb qarash kerak. Mana bu dal o'zimiz bilan tanishishning payti. İslam ümmeti yaşagan joylarda qon va ko'z yoshi to'xtamay eqiyotidir. Musulmonlar xalqaro va yerlik kufr alining qisqashlarida dunyoviy va yerlik kufr ahli hammasi birlashib bir mushqa aylanib islomga va uning universal qismatlariga hujum qilishmoqda. İslam ümmeti parça-parça bo'lib ketgan bo'lib, har bir parchaning beshiga balo bo'lgan millatchi davlatlar va diktator hokimiyatlarning zulmi davom qilyotidi. Tafakkurlar palach, ilm ko'r, hikmat yo'qolgan, o'g'irlar ma'mur. O'limalarning nomussiz kishilarchilikmi yurik yo'q. Mushundaq bir zamonda kelding, ey Ramazon. Xush kelding, lekin xushalliq topolmading. Xushlik topolmading, chunki islomga islom dushman. Musulmonning musulmonga taqat yo'q. Kipinak galastoqliq mollalar, riyokor hojilar, feminist, ya'ni g'arbcha ayollar huquqini tashabbus qilg'ichi hadillarimiz bor bugun. İmanlarga illat, mu'minlarga zillat hamro bo'ldi. Ba'zilar dolmush, ya'ni minibusga chiqayotganda, ba'zilar dolmushga tosh etyotidi. Balasining tunjiqishini tomosha qilayotganlar jasadini bo'lishib bo'lolmay avor. Mehr shafqatni bilmay musulmon bo'lganlar bor. Bilarmanlar, shaklvozlar. Yiroqdan boshquriladigan bombadan keyin yiroqdan boshquriladigan minglar maydonga keldi. Yanto qarg'anlar xatolikni qanday qarg'anligidan emas, qarg'an narsalardan izlaydi. Karamati o'zidan boyg'ojamlar, apandilar, zotlar 5 qadam atlash uchun Halabni yaratmay, amdi olam bo'shliqiga chiqmoqchi bo'lyotdi. Yer yuzining shu qurg'oq paslida cho'lga aylangan ko'ngil lavlari chanqab yerilib ketdi. Ey rahmat ey Ramazon, bizning mushu holimizdami yanali xush kelding. Ramazan yazmalari. 1-bob Ramazanga kiryapmiz. 8-bölüm Xush kelding, ammo toza xush topolmadim. Ey Ramazan. Ey, 1000 oydanmi ortiq bir xayrli kechini bag'rida saqlagan ay. Ey, Qur'on tug'ilgan ay. Aylarning ichida bakrak gul puraydigan ay. Ey, vahiyning hayot baxsh etguchi havosini hayotga, Muhammadni abadiy so'yguga, mavjudlik Allohdan yiroqlashgan siri ma'nisini yo'qotgan davrga, inson yo'qotib qo'ygan odamiylik, rahmat, barakat, xayr, ihson, hidoyat va shafqatni qaytadan insonga ilib kelgan ay. Xush kelding. 14 asrdan buyon har yilqidek minglagan umidni bag'ringda ilib kelding. Har qitimqidek armonga tushliq darmon tepish niyati bilan kelding.
Hammadan bak xush halda tapqanlaringni texib xush qilish uchun, naxush halda tapqanlaringni takrar xush qilish uchun kelding. Kim biladi, balkim o'tmishda sansizligan xush kelishing va xush holatda tapqanlaring bo'lgandir. Beshi tik, peshonasi ochiq, sehi, yuzi oq, yurak pok, ko'zi o'tkir, so'zi quvvatlik, o'zi durust, muhmillaring kutib olgan edi seni. Sen xush kelgan. Ularni xush holda topgan eding. Qur'on qo'llarda, dillarda, ko'ngillarda va hammadan muhimi turmushlarda edi. Ular oldi bilan Qur'onni o'ltirib, ondan tug'ilgan kunini tabriklamaydi. Har Ramazonni vahiy bilan qilgan 1 yillik ahdi deb biladi. Qur'on ularning tasavvuri, aqli va xarakterini barpo qiladigan ustoz edi. Ular bo'lsa hayotning yiqilgan, vayron bo'lgan, burumlangan yerlarini birma-bir o'ngshuvchilar edi. Sen xush holatda topgan narsalar hayotning qaysi eqinida oqadiganligini o'zlari belgilaydi. Boshqalar belgilab bergan eqinda axlat chavog'i o'xshash oqmaydi. Ular hayotning quli emas, xo'jayini edi. Ular mallarning quli emas, xo'jayini edi. Ular vaziyatining balasi emas, onasi edi. Chunki sharoitlar ularni emas, balki sharoitni ular yaratdi. 1922 yili Ramazonning 1-kuni sen yana kelding. Burunqidek xush kelding, ammo shuni bilaman. 10 yillardan beri, hatto 100 yillardan beri hech xushalliq topolmaganingga o'xshash, bu qitimmi hech xush topolmading bizni. Kim biladi, bu xush topolmagan o'nlarcha, yuzlarcha naqadar qo'rqinchli holat topding muhmillaringni. Kim biladi, nima dardlarga, musibatlarga, o't-ofatlarga, yazidiliklarga, to'ng'izliklarga, kufrliqlarga, chokinliqlarga shohid bo'lding. Qanchilgan yaralar va yaralangan yuraklarni ko'rdim. Lekin ey Ramazon, bugungiga o'xshaydiganni ko'rib baqdingmi? 1,5 milliard nüfuslik bir oilani mushundaq parishon, chechilib ketgan vayronchilikda qolgan, qo'rqqan, bezor bo'lgan, umidsiz, irodasiz, iqtidorsiz, jonsiz, aql farosatsiz holda ko'rganmiding? Ey Ramazon, ahli islom diyoridan daryo bo'lib oqqan qonga shohid bo'lganmiding? Muhminlarning bu qadar ezilgan, shittirilgan, urib so'qilgan, xo'rlanganligini asliy alamsan? Qara, muhminlaringga, ko'ngillari, oilalari, yurtlari hammadan bak aqli va ingi xarob bo'ldi. Seni kutib olg'idak yuzi va majoli qolmadi. Әмді сенің muhminlaring o'z davrining egisi emas edi. Zaman eqinining yo'nalishini ular belgileyolmaydi. Ular eqivatgan eqillardagi axlat chavog'i aylanib, o'ng so'lga urilib eqivatadi. Ba'zilar sana va sen tamsil qilayotgan qimmatlarga xiyonat qilishni farosat deb bilmoqda. Bir zamanlar kuparlarning oshlarini to'yg'izganlar. Endi bo'lsa kafirlarning neniga muhtoj bo'lib qoldi.
Bir zamanlar başqalarning yarsini tanğanlar, әмділікте өз ярсыны таңғыдәк дәрманы yok. Bir zamanlar imanını yutumlap başqa qit'alarga elib barğanlar, mana bugun yüreklerinin işğal qılınışını to'sishga ojiz. Sening mavjudiyat sababing bo'lgan Qur'on bilan yuksilishni bajo keltirolmaganlar, bu ayiblarni yoshirish uchun aslidilla ulug' bo'lgan Qur'onni ulug'lashtirib, uningga pora berishning halakchiligida. Ko'rdingmi, ey Ramazon, musulmonlar Qur'on tug'ilgan oyni muboraklashidi. Ammo Qur'on hayotida, qo'llarda, uylarda, ko'chalarda, tuproqlarda yo'q. Ey Ramazon, bu ezilish, bu qirilish, bu to'kilish va bu mag'lubiyat va gangrashlik ichida to'lg'inayotganda dal vaqtida kelding. Xo'sh kelding. Ammo xo'shallik topolmaganliging hammaga ayon. Lekin sening kelish maqsadlaringdan biri xo'shallik topolmaganlarni xo'sh qilish emasmi? Qiyni amsa, elib kelgan jannat xo'sh hidlari bilan tuproqlarimizni qaplagan bu badbo'y puroqlarni yo'qotqin. Cho'lga aylangan yuraklarimizda bir rahmat shamili bo'lib chiqqin. Chanqab, yerilgan lavlarimizga suv tegsin. Cho'llar ko'lga aylansin. Mu'minlar orasidagi nafrat, dushmanlik va adovatlarni yiltizdan qo'mirib tashlab, o'rniga iymon, qarindoshlik urug'ini chachqin. Kunimizda egi chaqsiz, yetim qalgan ahli islom olimida qanavatgan yaralarga malham bo'lg'idak bir ong tushuncha elib kel. Ashlarni to'yg'izadigan, ussizlarni qondiradigan, yilinglarni kiydiradigan bir shafqat va marhamat yomg'iri elib kel. Xorliqni izzatga, o'rinliqni g'ayratga, yo'qsizlikni boyliqqa aylantiradigan bir ruhbar. O'zimiz jismlashtirgan Qur'on sening bilan birga bizni qaytadan barpo qilish uchun o'rnidan tursin. Bizlar davrimizning mahsuli bo'lgan shaxsiyatchi kishilardan emas, Qur'on barpo qilgan mu'min kishilardan bo'laylik. İnsanның mavjudlik g'oyasiga mos keladigan hayotni qaytadan barpo qilish uchun g'ayrat qilaylik. Iymonni qaytadan baxt guli qilib, ko'ngildan ko'ngilga yetkazaylik. Shundoq bo'lsinki, bizni o'ltirgil kelganlar bizda tirilsin. Do'stlaring o'ltirgan yerini ko'kartadigan bir Xizr, hidoyatli iymon tug'adigan biror madhi bo'lsin. Bilaman, bu duoyimga amin deydiganlarning eng oldida sen bor, ey Ramazon. Qur'oningni qo'lidan yetilab kelding. Xush kelding. Bir bilsang, xo'shallik topganlaring orasida bo'lishni naqadar orzu qilatdim. Ramazon yozmalari. 2-bob. Ramazon shohidim bo'lsin. Vaqt butun yoritilishni ma'niga ega qilgan o'zgacha maxluqdir. Shunga Qur'on vaqtning o'xshamagan tilimlari ustida eng ko'p qasam qiladi.
Qur'on inson uchun hayotlik ma'nosini bildiradigan vaqtga nisbatan insonning diqqat qilishini ta'kidlash maqsadida vaqt ustida buncha ko'p qasam qiladi. Jafo tortmay ega bo'lganligi uchun qadr ancha bilinib ketmaydigan vaqtga diqqatimizni buraydi. Ammo bu qasamlarning buningdanmi muhim bo'lgan ma'nosi zamonni shohid qilish. Ya'ni val asr. Zaman shohid bo'lib tilga kelsin deganlik bo'ladi. Vaqtga mahkum inson. Vaqt sening shohiding. Unutma, sahar oqshom, kech kunduz, tush, shafaq, kun, oy tilga keladi va Ramazon tilga kelib guvohlik beradi. Vaqt shohid bo'lib tilga kelsa, nima der? Ba'zilar uchun u meni tutdi, lekin men uni tutmadim. Ey Rabbim deydi. Ba'zilar uchun u meni tutdi, menmi uni tutdim ey Rabbim deb shohid bo'ladi. Yana ba'zilar uchun u meni tutmadi, menmi uni tutmadim deydi. Biz bulardan qaysiga tava? Ramazon biz to'g'riliq Rabbiga nimalarni deydi? Vaqtning ba'zi tilsimlarini vahiy oldingi o'ringa qo'ydi. Bularning ichida eng oldida qadr kechisi keladi. Qur'onga ko'ra ming oydinmi xayrlikdir. Qadr kechisi muborak bo'lishini Qur'on nozil bo'lishga boshlagan kecha bo'lganligidan oladi. Bu kechining Ramazon oyi ichidagi kechalardan biri ekanligini yana Qur'on bergan bayondan bilamiz. Undaqda Ramazon ro'zasi bir ma'noda Qur'on tug'ilganligining tabriklanishidir. Ramazon bu sababdan Qur'on oyi. Qur'onning qaysi kun yoki kecha tug'ilganligi noma'lum bo'lgan kechini qo'ynida saqlaganlik uchun hamma kunini ro'za tutish bilan o'tkazgan Ramazon yana keldi. Undaqda Ramazonning sababi va hikmati bo'lgan Qur'onmi keldimi? Ramazonni idrok qilgan har mu'min bu savolni o'zidan so'rashi, hayotida Qur'onning qanchalik o'ringa ega ekanligiga qarab chiqishi kerak. Tug'ilgan kunini katta hashamat bilan kutib olgan ko'z nuri bolalar o'zi uchun nimadan derak berdiganligini so'rab beqish kerak. Qur'onsiz bir Ramazon ro'zasi tutishning go'yo balani o'ltirib tug'ilgan kunini tabriklagandek bir ish ekanligini bilib yetish kerak. Ey Ramazon, kelganda oshiqsizlikdan cho'lga aylangan yuraklarimizga Qur'onning rahmat bulutlarini elib kelgin deyishimiz kerak. Uxlayotgan idroklarimiz Qur'onning shifoliq sop havosi bilan uyg'onsin. Seg'inmagan, ichishmagan, yig'lamagan, kuymagan yurakimiz seg'insin, ichsin, yig'lasin va kuysin. Hamda inson ichki dunyosi qarab chiqadigan safarda ko'ngil kirvaklarga ching yepishib, qalb dunyosining eng yuqori cho'qqisiga chiqsin. Bularning reallikqa aylanish uchun Ramazonning mashrabga aylanishining va urug'lash eyiga o'zgartirishining oldini olishimiz kerak. Ramazonni mashrabga aylantirganlar ro'za hayitnimi kamput bayramiga aylantirib etadi. Halbuki Ramazon jismoniy jihatdan kichiklab, ruhiy jihatdan yuksalish to'g'riliq ta'lim berilgan bir zamon tilimdidir. Ramazon
ro'yi dunyoning oziqlanish mezgili. Şoňa bu ayda insonning hayvoni tarafi, ya'ni nafsi, ichki tuyg'ulari, shahvati, xumori va dunyoga berilib ketish hirsi orqaga ilinib, insoniy tarafi oldiga chiqariladi. Ramazon yilda bir qatim ro'yi dunyoni parvish qiladigan oy. Roza inson qalb dunyosi qarab yo'lga chiqadigan safarni amalga oshirishning bir vositasi. Qalbga, ya'ni insonning o'ziga qiladigan safari. Agar bu safarni davom qilishga bel bog'lasa, u yerda uchrashidigini yana o'zi bo'ladi. Eng tabiiy, niqobsiz, yelin holdagi o'z shaxsiyati bilan uchrashadi. İnsan bu safarning oxirida o'zi bilan uchrashadi, bilishadi, tunishib chiqadi va ichki tashqi dunyodagi men bilan aplashadi. Ya'ni silim, tinchlik, taslimiyat va salomatga, ya'ni nijotlikqa erishadi. O'zi bilan chiqisha olgan kishi shubhasiz haqiqat bilan chiqisha oladi. O'zi bilan chiqisha olmagan, ya'ni fitratiga yotlashgan kishi Allohdan tortib haqiqat bilan, tabiat bilan, insoniyat bilan jidallashib turdi. Yashayotgan bu kunlarda shu xatarlik va tiyilg'oq zamonda hammamiz soxta va sun'iy kun tartib yomg'iri ostida o'zimizni yo'qotib qo'yyapmiz. Mana fursat yetib keldi. Ramazon to'g'ri va ilohiy kun tartib. Hatto Ramazon shohidimiz. Ramazon shohid bo'lsinki, men uni, u meni tutdi deyishni kim orzu qilmaydi deysiz? Ramazon yozmalari. 2-bob. Ramazon shohidim bo'lsin. 2-bölüm. Aylar sultani keldi, ko'ngil sarayim xarab. Ramazonni aylar sultani qilgan vahining u oyda nazil bo'lishqa boshlashidir. Ramazonni Qur'on oyi deb bilib, tasavvur, aql, shaxsiyatni va eng oxirida hayotni Qur'on bilan yangidan shakllantirish Ramazon bilan yuzaki emas, mohiyat jihatdan munosabat o'rnatganlikdir. Chunki vahiy insonni yaratilish maqsadiga yuzlantirish maqsad qilingan ilohiy loyiha. Yuqoridagi o'xshatishni nazarda tutsak, Qur'on Alloh tarafidan insoniyatga avatilgan bir maktub. Bu maktubda odam bolalarining ikki dunyolik baxt saodatining formulasi yozilgan. Allohdan kelgan maktubga yuzaki muomala qilgan kishi bilan chin dildan muomala qilgan kishi o'xshash bo'lamdi? Yoki Alloh insoniyatga avatgan maktubni yuzaki o'qigan kishi bilan tegidan ma'nosini tushunib o'qigan kishi o'xshash bo'lamdi? Va yoki vahiyning konvertiga qarash bilanla kupoylanib, ichidagi mazmun bilan kor bo'lmagan kishining vahiyga tutgan muomalasi sizcha qaysi turga kirdigandi? Xulos qilsak, kishi insonni maqsadiga mos holda barpo qilg'uchi ilohiy loyiha bo'lgan vahiy bilan yuzaki shaklda munosabat qurgan bo'lsa, uning ibodatlar bilan bo'lgan munosabatimi yuzaki bo'ladi. Mohiyatiga yetolmaydi. Bu xuddi Allohdan kelgan maktubning konvertiga ahamiyat bergan kishining muomalasiga o'xshash bo'lib, Allohga avatilgan javob xatga o'xshaydigan ibodatlarning ichi bo'sh bo'ladi. Undaqda qandoq qilamiz?
qiladigan ish nihoyatda aniq. Ramazonni bir fursat deb qarab, uning mavjud bo'lish sababi bo'lgan vahiy bilan chin dilimizdan munosabat qurishimiz kerak. Vahiyning yetaklashiga o'zimizni topshirish uchun badan, aql yurgizadigan qalb, iroda va ruhga o'rnini bo'shatib berish lozim. Ro'zining maqsadining dal bularni amalga oshirish uchun ekanligini unutmaslik kerak. Musulmon kishilik xarakterini va islom madaniyatining qurg'uchi omillardan biri bo'lgan Ramazonning bu xil rolini qayta tirildirish, uning Qur'on ekanligini unutmaslik bilan amalga oshadi. Vayron qilingan musulmoncha dunyo qarshimiz qaytadan shakllanmagicha gumron qilingan bashariy jug'rofiyamizni qaytadan qurib chiqolmaymiz. Hukmlar to'g'ri ma'niga ega bo'lolmasa, amallarimiz-mu to'g'ri bo'lmaydi. Agar Ramazon kelib vahiy kelmasa, Ramazonning ro'yini o'ltirgan bo'lamiz. Sababi aniq. Chunki vahiy oylar sultoni mehmon bo'ladigan qalb saroyimizni mustahkamlaydigan, u yerni o'ngshaydigan va asliga keltiradigan usta. Qalbimizga bu ustaning qo'li tegmasa, qalb saroyimizda sultonni kutib olish qandoqmi mumkin bo'lsin? Sulton keladi, xush keladi, lekin bizdan xushlik topolmaydi yoki bo'sh topadi va yoki naxush topadi. Bu Ramazondan iborat tepilg'usiz bir fursatni qo'ldan berib qo'yishdan boshqa narsa emas. O'ylab baqdingizmi? Allah biz insonlarga Ramazondan iborat ne'matni bersa, qadriga yetmay, uni hapla-shapla hajlab tugitib etimiz. Bu nuqtasida ibodatni o'lik va tirik ibodat deb ayirishga to'g'ri keladi. O'lik ibodatlar maqsadini amalga oshira olmaydi. U insonni mindirib Allohga yaqinlashtiradigan buroq tulpar emas. Aksicha insonning o'shnisiga ortilgan bir yuk bo'lib qoladi. Ibodatning maqsadi amalga oshmaganda inson uningdan huzur ololmaydi. Uning ta'mi yurak demoqlarga yetib bormaydi. Beshidan cho'rib tashlab etish kerak bo'lgan bir narsadak tuyg'u beradi. Oylar sultonini balduroq qutulish zarur bo'lgan bir narsa sifatida muomala qilishning qanday xatarga boshlaydiganligini bilamsiz? Bundaq bir saroy egasidan ilohiy mehmon qandoqmi rozi bo'lsin? Bu qalb uchun Ramazonmi bo'lmaydi. U qalbda mangulik bir lazzat qoldirmasdan chiqib ketadi. Uning aksini o'ylab beqing. Agar mehmon sultonga loyiq bir kutib elinsa, uy egasi mehmonni rozi qilsa, bu aziz mehmonmo uy egasini uningga yarasha xushal qiladi. Uning ko'nglini oladi. Elib kelgan cheksiz barakatdan tegishlik haqqini beradi. U barakat bilan cho'lga aylangan qalblar ko'lga aylanadi. U barakat bilan ichirqab jon talchiyotgan ruhlar hushiga keladi. U barakat bilan iymon, qo'limiz, putimiz, ko'zimiz, qulqimiz va tilimizga aylanadi. Kufrga qarshi ro'zamni buzsam, kaporatim jahannam bo'lsin. Go'yo samodan uzangan bir qo'l, dunyoning yetimi eng ko'p, egi-chaqsizlari eng to'la oilasining beshini silab, ko'z yoshlarini surtib, yaralarni tengayotgandek.
Ramazan iqlimi shu tuproqlarga elib kelgan havo dimoqlaringizga urilyaptamdi? Taşlar bağlanıp, iştlar qo'yitilgan bu elda bir oy bo'lsimi shaytonlar bağlanıp, farishtalar erkin harakat qiladi. Kim biladi, balkim Ramazandan Ramazanga ishiga qiqiladigan qanchilgan g'ayriblarga qo'rsiqi har Ramazanda to'yg'idek tamoq ko'rdigan sonsiz miskinlarga bosh panohi yo'q egi chaqsizlarga bosh pano bo'ladi Ramazan. Aytib beqingchi, agar Ramazan bir kishining ismi bo'lgan bo'lsa, qanchalik duo olgan va yaxshi ko'rilgan bo'ladi? Bu duolar va sevgilar, muhabbatlar uningga jannat darvozalarini ochishga yetmasmidi? Undaqda mana fursat. Ramazan bilan bir gavdaga aylanib, putunlashib, oxiratga Ramazan bo'lish sizning ilkingizda. Pak-pakiz bir savdoni, ichida bir bovoqni baqqandek asrab cho'ng qilganlar uchun Ramazanning ifodalaydigan ma'nisi to'limi cho'nqur. Ular Ramazanning ko'pchilikka bo'lgan ta'siriga qaraydi. Allohning qalblarni tasarruf qilg'uchi kuchini ko'rdi va hayoti badaliga yana bir qatim qasam ichishidi. Muhabbatning modasining o'tib ketmasligini, modadan qolmaydiganligini aytishga jasorati oshidi. Barliq sadoqatman oshiqlarga xitob qilib, savdoyingiz, hijroningiz va ishqingiz muborak bo'lsin deydi. Yangi shaharlik Avni apandim o'zining o'lmas misralarida mundaq demaganmidi? Sanma talab ey davlat, ijo etmig'a keldik. Biz olima bir yer için etmige keldik. Yeşmisi qalmığın oylab toj taxt üçün keldik. Biz alemge bir yer üçün urg'ili keldik. Ey ustozim, biz alemge bir yer üçün urg'ili keldik. Ey vallah, bu olamga sahip bo'lish uchun keldik deb o'ylab qolganlar kuchning, pulning, ayolning, seriqning, sapning, samanning orqasida bir umr chipiversin. Biz shohid bo'lish uchun kelganligimizni unutib qolmaylik. Shundoq emasmi? Biz dunyoga, olamga bir yer uchun urg'ili kelmadikmi? Urayotgan vaqtimizda ko'rganlar bizni shikoyatchi deb o'ylab qolmasin. Bizning mavjud bo'lishimizning birdan bir sababi bu. Jafo tortyotidi deb o'ylab qolganlar, kayf sapo suryotidi deb tushunib qolganlarmi xatolashib qoladi. Bu olamga bir yer uchun urg'ili kelganligini bilib yetganlardan biri bo'lgan heliqi Erbilli Asad afandim mundaq demaganmidi? Gören sanır ki safadan sama ihrah ederim, döner döner bakaram köy, yare ederim. Yeşmisi körgeller deydi ki, kayıptın samanı kıldım özümge hemra. Piqrab qarayman, ishqimni yarga dod aylayman. Ey dostum, sen piqravatqanlarni usul o'ynavatidi deb o'ylamsan? Xatolashib qolasan. Ba'zilar ishning kayfiga qaraydi. Ammo bir yer uchun
tortqanlar yor yo'liga qarab tortib peqiraydi. Ba'zi badbaxtlarga Ramazon hech kelmadi. Isit. Ba'zilarning bo'sog'isiga keldi. Darizasidan uy ichining manzarasini ko'rgandan keyin eshikni qiqib qo'ymasdan qaytib ketdi. Ba'zilarining eshigini qoqdi, lekin ochmaganligi uchun Ramazondan ayrilib qoldi. Ba'zilarining yurak xonasiga kirdi. Kirib salg'iniga ming pushaymon qildi. Chunki u yerni Ramazondan iborat bir samoviy mehmonga loyiq tayyor qilmagan edi. Ketadigan kunini 4 ko'zi bilan kutdi. Ba'zilariga biri keldi, biri ketdi. Keldi va hech ketgisi kelmaydigan bo'lib qoldi. Ketmadi. Bir oylik uchun kelgan edi, ammo kelgan yerida shu qadar izzat hurmat ko'rdi. Shundoq qizg'in kutib olindi va yoqtirib qoldiki, uy egisi mehmondan, mehmon uy egisidan ayrilishqa ko'zi qiymadi. Mana bu oxirdagi kishilarning Ramazoni muborak bo'ldi. Hayoti Ramazon bo'ldi. Shohid bo'ldi va shohid tutdi. Gunoh ro'zasini hech buzib qo'ymadi. Haromga taqobil turish uchun bir umr davomlashadigan ro'zaga niyat qildi ular. Kufri va shirkka qarshi tutgan ro'zamni buzsam, kuffaratim jahannam bo'lsin deyishdilar. Ular ro'zini tutdi, ro'zimi ularni ko'tirdi. Faqat ro'za tutish bilan qolmadi. O'zlarini tutdi. Ya'ni o'zlarini yuttirib qo'ymadi. Kishilikni do'g'i tikmadi. İzzat hurmatidan voz kechmadi. Ular ro'zining beshini tik tutdi. Ro'zimi ularning beshini tik tutdi. Ramazon yozmalari. 2-bob Ramazon shohidim bo'lsin. 3-bo'lim Ramazon bilan kayf qochgan shaytonlar. Ramazon ro'zasining hayotimizning va ommaning qil tomirlarigacha singib ketadigan bir xil tabiati bor. Kundalik hayotning markazidan o'rin oladi va uni orbitasida aylantiradi. Yeb ichishga o'xshash eng tabiiy va voz kechgil bo'lmaydigan odatimizni tartibga soladigan Ramazonning hayotimizning boshqa sohalariga ta'sir ko'rsatishi nihoyatda normal. Bu muborak oyning musulmon jamiyatida qoldirgan ta'siri shundoq cho'nqur bo'lib, jamiyatdagi dindan yiroq turadigan kishilarmi oz yoki ko'p bo'lsin uning ta'siriga uchraydi. Ramazon jamiyatdagi har turli tushunchadagi kishilarning hayotiga belgilik shaklda ta'sir ko'rsatadi. Ba'zi kishilarga tomirdan kirsa, yana ba'zi kishilarga oshqozondan kirdi va men keldim deb o'zini his qildirdi. Kufr patqiga petib qolganlar uning bu cho'nqur ta'siridan qattiq bearam bo'ladi. Payg'ambarimiz Ramazonda shaytonlar bog'lanadi degan edi. Demak, shayton bilan birlikda ish qilganlar yo'l boshchilarining kishanlanishidan bearam bo'ladi. Shaytonlar kishanlangan joylarda farishtalarning ishi osonlashadi. Ramazonni hammalar uchun barkatli qilgan eng asosli sababmi mushu bo'lsa kerak. Ramazon faqat madaniyatimizning barpo qilg'uchi omili bo'lib qolmasdan, yana musulmonlik shaxsiyatimizni shakllantirguchi omillardan biri. Ramazonning bu rolini
jari qildirishi kishining uningga qandaq muomala qilishiga munosabatlik. Ramazon bilan yuzaki munosabat qurganlarga Ramazonning hayot baxsh etguchi rolimi yuzaki bo'ladi. Ramazonning ta'siri kishining jildidan o'tib kishiligiga ta'sir qila olishi natayin. Ibodatlar banda Allohga avatgan salom xatga o'xshaydi. Ibodatlar bilan yuzaki munosabatda bo'lganlar xuddi ularning ro'yiga singib kirolmagan va ibodatlarning o'z ro'yiga singib kirish uchun aql yurgizadigan qalb ishkini ochmagan Allohga ichi bo'sh konvert avatguchiga o'xshaydi. Albatta, bu yo'qdan yaxshi. Lekin yana bir tarafdan bu samimiyatsizlikni ifodalaydi. Siz yaxshilik qilgan biridan salom xat topshirib oldingiz deyli. Konvertning ichi quruq. Xat bo'lmasa, nima deb tushunsiz? Ibodatlar bilan yuzaki emas, negizidan munosabat o'rnatganlar konvertni ichi bo'sh holda avatmidi deganlik bo'ladi. Ramazon bilan yuzaki emas, negizidan munosabat o'rnatish Ramazonning mavjudlik sababi bo'lgan vahiy bilan chin yurakdan munosabat qurish bilan amalga oshadi. Chunki Ramazonda Qur'on tug'ilgan oy tabriklanadi. Qur'on tug'ilgan oyning ro'za bilan tabriklanishi tasodifilik emas. Ro'za ro'yining g'izolanishi uchun badanning och qo'yilishidan iborat. Ong tuyg'ularimizni aql yurgizadigan qalbimizning ilkiga qo'yib berish uchun shahvani ish tuyg'ularning asoratidan, ta'sirdan qutuldirish kerak. Ma'naviy insonni oldiga chiqarib, moddiy insonni bashar orqiga elishimiz kerak. Ramazonni Qur'on deb bilib, tasavvur, aql, kishiligimiz va hayotimizni Qur'on bilan yangidan tirildirish uchun Ramazon bilan yuzaki emas, tushunib munosabat o'rnatish kerak. Chunki vahiy insonni yaratilish maqsadiga uyg'un shaklda tarbiyalaydigan ilohiy loyiha. Bu nuqtadan aytganda, Qur'on Alloh insoniyatga avatgan bir maktub. Bu maktubda insoniyatning ikki dunyolik baxt saodatining formulasi putilgan. Allohdan kelgan maktub bilan yuzaki munosabat o'rnatganlar bilan chin yurakdan munosabat o'rnatganlar o'xshash bo'lamdi? Yoki Alloh insoniyatga avatgan maktubni yuzaki o'qigan kishi bilan negizidan o'qigan kishi barobar bo'lamdi? Va yoki vahiyning faqat konverti bilan kifoyalanib, uning ichidagi maktub bilan kori bo'lmagan kishining vahiyga bo'lgan muomalasi qanchalik samimiy bo'ladi? Xulos kalom, agar inson ilohiy loyi bo'lgan vahiy bilan munosabatini yuzaki qilgan bo'lsa, ibodatlar bilan bo'lgan munosabatlarmi yuzaki bo'lib qoladi. Ya'ni Allohdan kelgan maktub bo'lgan vahiyning faqat konvertiliga qaragan, Allohga yo'llagan javob xati bo'lgan ibodatlarning ichinimi quruq qo'ygan bo'ladi. Qanday qilish kerakligi aniq. Ramazonni fursat bilib, uning mavjud bo'lish sababi bo'lgan vahiy bilan butun vujud bilan aloqa qurish. Vahiyning tirildirgichi havosidan nafas elish uchun doim oldingi o'rinda turadigan badanni aql yurgizadigan qalb, iroda va ruhning orqasiga elish kerak. Ro'zaning maqsadining aslida buni amalga oshirish ekanligini unutib qolmaslik kerak.
Ramazanda şeytanlar kişəlləngəndən keyin, şeytanның tərəfdarları biyaram buludu. Dövlət, yəni hakimiyyət içində siyasət, əməldarlar, maarif, iqtisad və bulubmu ammaviy taratqular arasıga singib ketgan şeytan tərəfdarlarının kayfi qaçıdı. Piri bo'lgan şeytanni bağladı deb Ramazonga nashtirni sanchiydi. Bu dushmanlikni ba'zilar ochiq-oshkor qilsa, ba'zilar maxfiy qiladi. Ba'zilari shaytonning bayonotchisi bo'lsa, ba'zilari shaytonning askari, ba'zilari advokati, ba'zilari dasmichisi, ba'zilari qo'riqchisi bo'ladi. Yig'in chaqlaganda Ramazon shaytonlarning kayfini qochirdi. U bo'lsa mo'jizaviy bir ayrıqçıdır. Kafirning gumrohligini, munofiqning munofiqligini va mo'minning iymonini kuchaytirdi. Ramazon yozmalari 3-bob Qur'on oyi Ramazon 1-bölüm Ey talib, Qur'onni elib kelgan Ramazonni Qur'on bilan kutib ol. Xandaqda söyümlük payg'ambarimizning atrofiga o'lashgan bir to'p musulmon och qo'rsoq holatda xandaqqa olayotdi. Ba'zi o'raklardan qo'ram tashlar chiqadi. Olamlarga rahmat, söyümlük payg'ambarimiz birdam u xandaqning yeniga, birdam bu xandaqning yeniga berib, ishlarni ko'zdan kechirsa, yana ba'zida bozg'onni qo'liga elib, quram tashlarni parchalashga yordamlashadi. Xandaq qo'lash kech-kunduz davom qilmoqda edi. Qabul qilinadigan duoning sababi qo'shib qilingan duo ekanligini söyümlük payg'ambarimiz eng yaxshi biladi. Yana shundaq bir sahna. Qop-qora granit tashlarga urilgan bozg'on zarbisidan ba'zida kichik o't uchqunlari chiqarsa, ba'zida bu o't uchqunlari oy nurida xandaqqa olayotgan sahobalarning yuzini yo'rtadi. Söyümlük payg'ambarimiz qo'rsqini to'yg'izg'idak ozuqliqi bo'lmagan bu kishilarga odatda kishining ishongiz kelmaydigan xush bishoratlarni beradi. Bu uchqunning yo'riqligida Yamanning burushlarini ko'ryapman. Toshqa yana bir bozg'on urildi va oldingi qatimqidan texmi kuchlik o't uchquni chiqdi. Buning yo'riqida Kisroning Madain saroylarini ko'ryapman. 60 ga yaqinlab qolgan söyümlük payg'ambarimizning qo'lidagi bozg'on 3-qatim granat toshga urildi va yana o't uchqunlar chachirdi. Bu uchqun nurida Suriya tarafining yo'riqliqqa chiqqanligini ko'ryapman. İnsanlık şahit bo'lgan eng buyuk iman harakatlardan biriga qo'mondonlik qilayotgan muborak payg'ambarning oldingi kundan boshlabla og'ziga bir lo'qma kirmaganligini biladigan mo'minlarning bu xush bishoratlarning amalga oshishida zarrachilik gumon yo'q edi. Ular imonning eng cho'ng imkon ekanligini biladi va uni energiyaga aylantiradi. Agar u yerda bir strategiyachi bo'lgan bo'lsa, bu xush bishoratlarni hargizmi aqlga uyg'un deb qaramagan bo'ladi. Biroq söyümlük payg'ambarimizning bu xush xabarlari hatto o'sha kundan 20 necha yil o'tmasdilla uningdan oshgan holda amalga oshdi. Tarix haqning hamını üstün bo'lganligini,
hech qandaq narsaning uningdan ustun bo'lmaydiganligiga yana bir qatim shohid bo'ldi. Sen emas, tağlar silkinsin. Hazreti Alining qo'shiniga qilgan xitob edi bu. Shundoq, sen emas, tağlar silkinsin. Ammo sen tavrinib qalma, tik tur. Agar yiqilsang, mundaq bir bismillah de. Allohga osi bo'lgan yerda to'pam bo'ladi. Ya'ni gunoh bor yerda ofat bo'lur, deb quruqliqda kema mang'izgan Nuhdek bo'l va Bismillahirrahmanirrahim nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman degin. Janubning qudratli xonishi Beliqizning ko'ngliga Bismillah bilan kirgan Hazrati Sulaymondek Bismillah degin. Taif qaytishida rahmat qilingan olamning o'ziga tor kelgan suyumlik payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomdek la havla va la quvvata illa billah, ya'ni Allah'ның yardımı bo'lmasa qo'limizdan hech ish kelmaydi degin. İman gulxonida sinalgan Hazreti İbrahim alayhissalomdek Hasbiyallah va nimal vakil, ya'ni Allah nima degan yaxshi homi degin. Vazifasini tashlab ketganligi uchun yangidan tug'ilishga mahkum qilinib, tavbasi qabul qilingan Hazreti Yunus alayhissalomdek La ilaha illa antu subhanaka inni kuntum minal zalimin, ya'ni Parvardigorim, sendan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Sen jimi kamchiliklardan poktursan. Men haqiqatan o'z nafsimga zulm qilg'uchilardan bo'ldim degin. Vazifangni tashlab ketgan bo'lsang, o'z o'rningga qayt va insonlarga iymon, erkinlik, adolat va ishonch yetkazishga tirish. Sening qo'lingga muhtoj igi chaqsiz qo'llar, sening mehringga muhtoj g'erib ko'ngillar, sening bir tamchi so'ygunga muhtoj qurib qalay degan gullar bor. Buni unutma. Avval so'ygungni beg'ishla, ondan nima qilsang qil. Eng avval so'ygungni beg'ishla. Yuragingning yadro energiya kuch markazi ekanligini esingdan chiqarma. U yerni har turli ishg'oldan muhofazat qil. Ishchingning bir yerlarda zahmat ko'rmagan, suv kirib ketmaydigan bir yerlaring bo'lsin. Hayot dengizida bo'ron chiqsa, o'zingni daldaga oladigan joy u yerdir. U yer imonning va inkorning makoni, so'yguning va nafratning poytaxti, badan mamlakatining ostonasi. Aql ishlatadigan qalbingni kuchlantir. Qandoq qilib? Albatta, Qur'on orqali. Qur'on oyi yaqinlashmoqda. Ramazon Qur'on tug'ilgan oy. Butun bir Ramazonni Qur'on tug'ilgan oy deb ro'za bilan muboraklaymiz. Qur'on tug'ilgan kunning qaysi kun ekanligini aniq bilmaganligimiz uchun u kunni o'z ichiga olgan bir oyni muboraklaymiz. Ramazon yana keldi. Ilgirki yillardami kelgan edi. Ammo Qur'on bilan kelamdi yoki Qur'onsizmi? Mana bu ishning hal qilg'ush nuqtasi. Hazreti Payg'ambar hisob kunida o'ziga ishonganlardan Allohga bir ish to'g'riliq shikoyat qiladi.
Uning qaysi ish ekanligini bilamsiz? Payg'ambar aytdi: "Ey Parvardigorim, shubhisizki mening qavmim bu Qur'onni tashlandiq qilib qo'ydi." Sura Furqat 30-oyat. Shifasi yo'q bir kasalga. U kasalni davolaydigan tabibdan bir retsept aldingiz deb tasavvur qilayli. Retseptni olgandan keyin uni tayyorlab piyolaga quyib suyini ichamsiz yoki yodlab olib atigan oqshomlari tilovat qilib qo'yamsiz yoki uni oltin xatlik qilib yozdirib tomga isib qo'yamsiz yoki uni eng go'zal musiqaga kirishtirib naqsh qilib aytamsiz. Agar bularning hammasini qilsingizmi dardingizga darmon bo'lmasa, doktordan ranjimsiz yoki retseptimmi? Siz hozir jang maydonida. Baş qo'mondan bir urush plani hozirladi deb tasavvur qilayli. Bu planiga yuqoridagi kishi retseptga muomala qilgandek muomala qilsangiz, jangda g'alaba qila olamsiz. Agar yengilib qolsangiz, mas'uliyatni baş qo'mondonga ortib qo'yamsiz. Bunda qilsangiz, odillik bilan muomala qilgan bo'lamsiz. Shundoq, yaxshi ko'radigan so'yguningizdan bir maktub oldingiz deb tasavvur qilayli. Bu maktubni ochmay, o'qimay, qanchalik muddat chidalaysiz? Bir umr? Yo'q, bir yil. Yo'q, bir oy. Yo'q, bir hafta. Yo'q, bir kun. Bir kunmi bak uzun? Shundoq emasmi? Söygünüңізден kelgan maktubni echib ko'rmaslik uchun bir kunmi sabr qila olmaysiz-yu. Rabbingizdan kelgan maktubni shuncha uzun vaqt o'tgan bo'lsa-mu, tehiç echib boqmagan bo'lsangiz, Rabbingiz ranjib qolmasmi? Har kuni namozda 10 necha qatim o'qiydigan Fatiha surasining ma'nosidan hozirgacha xabarsiz bo'lsangiz, Qur'on ranjib qolmasmi? Rahmat manbasi bo'lgan olamlarning parvardigori sana ko'ngil bilib tushirgan yo'l ko'rsatkuchni. Sen inson bolasi tovanchilik bilan Rabbim menga nima da'vatidu, nima demoqchi bo'lyapti deb tehiç o'ylanmasang, shaxsiy, hissiy, ruhiy, siyosiy, iqtisodiy, umuman hayotning hamma sohalariga chetiladigan kasallarga, ya'ni ijtimoiy masalalarga qayerdan va qandoq davo topa olaysan? Qur'on dorixonasiga ega bo'lib turibmi, ming bir turli kasallik ichida to'lg'angan bir bemorning o'simlik odamdek hayotga mahkum bo'lib qolishi aslida nimaning jazosidir? Sen ey talib, Qur'onni ilib kelgan oyni Qur'on bilan kutib ol. So'zlar sultonini ilib kelmagan bo'lsa, oylar sultoni bo'lmaydi. 11 oyning kiri ustimizda. Bu kir qo'l yoki putning kiriga o'xshamaydi. Ularni yuyib chiqib ketadi. Ammo bu kir yurak, zehn, aqlning kiri. Bo'libmi tasavvurning kiri. Tushunchaning kirlanishi davrimizda o'zini daldiga olg'ili bo'lmaydigan bir kasallik. Tushunchasi va qalbi kirlangan inson bu kirni qo'li tekkan har narsaga bir shaklda yuqtiradi. So'z, tushuncha tuyg'uni kirlitdi. Kirlangan zehn bilan Qur'on o'qisa, zehnidagi maynachilikni uningga yuqtirdi.
ibodat qilsa, oningdan bir zo'q ololmaydi. Bu xuddi dunyoning eng lazzatli g'izosi maynat bir qachiga silinsa, uni yeyil bo'lmagandek bir ish. Tushuncha va aql, qalb va tuyg'u kirini paklash, kirlangan bir organni paklagandek undaq oson emas. Yuyuversang chiqib ketadi, deyolmaysiz. Bu oldinqisiga qaraganda oson chiqmaydigan kir. Bulg'inish ma'naviy jihatdan bo'lganda, uningdan paklanishning yo'limi ma'naviy bo'lishi kerak. Bu nuqtadan ibodatlar Allah tarafidan belgilangan paklanish yo'llari. Allah tarafidan belgilangan. Chunki insonni yaratquchi uning ojizligini hammadan, hatto insonning o'zidanmi obdan biladi. Xuddi Qur'onda aytgandek, yaratquchi yaratilganni bilmamdi. Shunga insonni ma'naviy kir va dodlardan paklaydigan retseptnimi eng yaxshi shaklda u yozadi. Vahiy mana bu retseptlardan tarkib topgan ilohiy shifo g'aznisi. Ibodatlar o'z oldiga bir muddani bildirmaydi. Ular amalga oshirmoqchi bo'lgan ulug'vor g'oyaning bir vositasi xolos. Ro'zimi shulardan biri. Har ibodatning g'oyasi va hikmati bor. Lekin bu g'oya va hikmatni ba'zida ibodatni farz qilgan ilohiy buyruqda ochiq oshkor holda topalaysiz. Ba'zida cho'nqur tafakkur va bir-biriga kirishtirib o'qish uslubi bilan vahiyni o'qish natijasida ondan topalaysiz. Ro'za ibodatining maqsadi birinchi turga kirdi. Ro'za tutishni farz qilgan oyat mundaq boshlanadi. Ey mo'minlar, sizlardan ilgirkilarga ro'za farz qilingandek, sizlargami, ya'ni Ramazon ro'zasi farz qilindi. Bu ilohiy ta'limotning orqasidilla ro'za ibodati orqali insonlarda amalga oshirilmoqchi bo'lgan g'oya ochiq holda bayon qilinadi. La alaykum tattaqun. Mas'uliyat tuyg'usiga ega bo'lishinglar uchun. Shundoq. Ramazon ro'zasining maqsadi mas'uliyat tuyg'usini shakllantirish, uni har doim jonliq tutish. Kimga qarta mas'uliyat tuyg'usi shakllantiriladi? Oldi bilan insonning mavjud bo'lib turishiga qarta mas'uliyat tuyg'usi hosil qilish. Chunki inson maxluqotlarning toji, Allohning shoh asri bo'lish sifati bilan ma'lum maqsad uchun yaratilgan. Shunga o'z mavjudlik g'oyasini so'rash, bu haqda izdinishi va uni tepishi kerak. Mana bu insonning o'ziga bo'lgan mas'uliyat tuyg'usi. Inson o'ziga bo'lgan mas'uliyat tuyg'usini tunib yetsa, Alloh oldidagi mas'uliyatini tunib yetadi. Mana bu Qur'on ifodasi bilan taqvolik bo'ladi. Insonda mana bu ong yetilganda, inson boshqa insonlarga, tabiat dunyosiga va shaylarga bo'lgan mas'uliyatini tunib yetadi. Bu ma'nodan ilib aytganda, ro'za tutish insonning o'z ichki dunyosiga bo'lgan mas'uliyatini ado qilishini ifodalaydi. Ojizlab ketgan ruhning kuchaytilishi uchun ruhning to'yg'izilishi. Chunki 11 oy bo'yicha badanga silingan har turli mablag' ruh, aql va idrokni
ikkinchi o'ringa tushirib qo'yganlikdan ular ojizlagan edi. Halbuki insonni inson qilgan omil uning go'shi, so'ngiki emas. Bundaq bo'lgan ekan, insonni inson qilgan omilning kuchaytirilishi, ularning g'izolantirilishi va ustun qilinishi kerak. İnsan o'zini inson qilgan taraflarini g'izolantirganda, qorong'ulikda qolgan ko'ngli, aqli, idroki yo'riydi. Shundaqla ko'rmas bo'lib qolgan qalb ko'zi ko'rishga, qalb quliga anglashqa va qalb burni hidlashqa boshlaydi. Bu ma'naviy ilgirlashlar soyasida inson ingi yuqur ko'tariladi va inson ibodati orqali Rabbi bilan orasidagi munosabatni aktiv holga keltirdi. Mana bu munosabatda insondan Rabbining dargohiga o'rlaydigini abudiyat, ya'ni bandalik bo'ladi. Buningga qarta Allohdan javob bo'lib tushgani rububiyat, ya'ni Rablik bo'ladi. Adırsiga to'g'ri yetib borgan har o'rlash bir miroj bo'ladi. Buningga Alloh tarafidan berilgan javob bo'lsa, nuzul bo'ladi. Vahiy odam bolalarining mavjudlik savollariga Alloh bergan bir javob va Allohning insonni e'tiborga olganligining bir ifodasi. Oxirgi vahiy Mekkada Hiro g'orida Ramazon oyidagi bir kechada nozil bo'lishga boshlagan. Biz mu'minlar vahiyning tug'ilgan oyi bo'lgan Ramazonni oylar sultoni deb bilamiz. Chunki u so'zlar sultoni bo'lgan vahiyning odam bolalarining zulmat bosgan ufqini yo'ritgan oyi. Buningdan agar Ramazon so'zlar sultonini elib kelmagan bo'lsa, oylar sultoni bo'lmaydiganligini bilalaymiz. Ramazon aslida Qur'on oyi va bu oy o'zining muborak bo'lishini vahiydan olmoqda. Bu orqali insonga deyilmoqchi bo'lgan bishorat mundaq bo'lsa kerak. Vahiy nozil bo'lgan oyni mana shundoq muborak qilgan bo'lsa, nozil bo'lgan kechini 1000 oydan, bir umrdan, ya'ni 1000 oy 83 yilga to'g'ri keladi. Muadduq qilgan bo'lsa, ey odam bolasi, agar Qur'on sening qalbingga, hayotingga, uyingga, shahringga va mamlakatingga nozil bo'lsa, sening qimmatingni qanchasi oshirdi? Buni o'ylab baqdingmi? Ramazon Qur'on bilan bir gavdaga aylanadigan oy bo'lishi kerak. Qur'on faqat qo'limizda va tilimizda emas, qalbimizda, aqlimizda, hammadan muhimi hayotimizda o'rin olishi kerak. Qur'onning hayotimizdan o'rin olish uchun azaldan ulug' bo'lgan Qur'onni ulug' qilamiz deb, oltin harflar bilan yezish, muqovilash, o'zimizni avar qilishdak ahmoqlikni tashlab, Qur'onning bizni ustun qilishi taqozzosini ado qilishimiz lozim. Faqat bo'lmaganda bu Ramazonda, ey Rabbim, men bugungacha menga avatgan maktubingni ichib o'qib, tushunib baqmaganligim uchun sendan mag'firat tilayman deb xarob bo'lgan ichki dunyomizni Qur'on vahiy bilan qaytadan bino qilishimiz lozim. Buni faqat o'zimiz uchun emas, vahiy nuriga muhtoj bo'lgan boshqa insonlar va bu ziminlarda parishon bo'lgan imonning
parlaq keləcəgi üçün qilishimiz kerak. Xoş gəldin Ramazan. Naxuş bolğan bizlərnimi xoş qil. Ramazan yazmaları 4. bab Qur'on iyi Ramazan 1. bölüm Qur'onni yuzaki emas, yurakidan cho'nqur tushunib o'qish. Ramazonning ulug'ligidan har mahallada Qur'on muqobilasi. Ya'ni biri o'qisa, yana birisi kitobga qarab anglab berish boshlaydi. Har tarafni Qur'on tilovati qoplaydi. Shaytonlar bog'lanadi. Shundoq shaytonlar ki to'pi bilan bog'landi. Ko'rinadigan, ko'rinmaydigan inson siyaqidagi galastuk taqib olganlar, taratqulardagi, gazitlardagi, puhra siyaqidagi, rasmiy organlardagi har xil shaytonlar bog'lanadi. Xalqimiz Qur'on o'qishni yangidan o'rganishni yuzidan o'qish yoki yuziga qarab o'qish deb ataydi. Bu chiroyliq va dal joyida aytilgan so'z. Qur'onni yuzidan o'qish atalg'usi yoda o'qishdan farqlantirish uchun ishlatiladi. Demasimi, yoda o'qish qarab o'qishdan afzal. Shundaqdimi yuziga qarab o'qish hech o'qimagandan yaxshi. Aslida hech o'qimaganlardanmi töven turdiganlar bor. Ular Qur'onning jinini o'qiganlar. Ya'ni arziyat yetkizganlar. Eng razil kishilar dal mushu Qur'onga qarshi isyon qilg'uchilar. Allah ularning sharridan o'z panoyida saqlag'ay. Bu atalg'uni ishlatuvchilarning ko'pinchisi bilmasimi, bu yuzidan o'qish uqumi ma'nosini tushunmay turib o'qishning eng oddiy ifodalanishi. Aslida tushunmasdan va qurmuqur o'qishni yuzidan o'qish desak, undaqda yod o'qishni nima deymiz? U tegi taktidan tushunib o'qish emas, yuzaki o'qish bo'ladi. Qur'on vahiyining tunji amri bo'lgan o'qu bevosita aslashni o'z ichiga oldi. Birisi sizga o'qig'in, tushunmasangmi hech nim bo'lmaydi desa, uning chiroyiga sen saqmo degan ma'nida hayronlik bilan qaramamsiz? Undaqda mundaq bir ishqa Allah buyurumda insonni Qur'onni ochiq qilib arab tilida nazil qilganligini Allah bayon qilyotdi. Arab tilida nazil bo'lishi o'ng'ay tushunsin deb insonlar ishlatayotgan bir tilda nazil qilganligini ifodalaydi. Qur'onni pat-pat, mo'bin, ya'ni ham ochiq, ham tushunishlik, ham ochiq bayon qilg'uchi, sufati bilan tushundirguchi Allohdir. Qur'on haqida cho'nqur tafakkur qilmamdu deguchi Allah. Qur'onni tafakkur qilg'uchi qavmiga hadiya qilg'uchi Allah. Pat-pat haqiqatan ozg'inisidan boshqasi Qur'on ustida tafakkur qilmaydi deb ogohlantirdi Allah. Yunus surasi 100-oyatda fikr yurgizmaydiganlarni Allah azobga giribdor qiladi deguchimi Allah. Yuzidan o'qish atalg'usi menga turkchimizdagi yuziga qarab kulib qo'yish degan tamsilni asıltıdı. Haqqingizda yaxshi narsalarni o'ylab qo'ymaydigan biri. Siz bilan yaqin emas biri sizga tabassum qilsa, buni menga kuldi deb ataysiz. Yuzidan bo'lganlar, yurakdan bo'lmaganlar bo'lib, satihi, ya'ni yuzaki ifodasining o'rniga ishlatilgan yuzaki kalimasi,
ya'ni cho'nqur bo'lmagan. Agar tegidan qazaydisangiz, shamolda so'rilib ketadigan ma'nosini ifodalaydi. Qur'onni yuzidan o'qishmo Qur'onga qarab kulishga o'xshaydi. Qur'on bilan bo'lgan munosabatini cho'nqurlashtirmoqchi bo'lgan mu'minlar muqobila harakatini yuzaga o'qish bilanla bo'ldi qilmaydi. O'ylab beqing, xonim qizlari har Ramazon muqobila o'qiydi. Ba'zilari bu ishni 10 yildan buyon, ba'zilari 20, 30, hatto 40 yildan buyon davomlashtirib kelyotidi. Buncha yildan buyon Qur'onni yuzidan o'qigan bu xonimlar uni tegidan tushunib o'qishga intilmagan bo'lsa, Qur'on ulardan ranjimasmi? Ya'ni doim Qur'onga qarab kulib qo'yib, bir qitim ichiga, yuragiga qarab kulmasa, yiroqdan tonishgan Qur'on bilan munosabatini cho'nqurlashtirmasa, uning bilan yaqin munosabat o'rnatmasa, yurakdan tonishishni sinab baqmasa, Qur'onni tushunishga tirishish, uni tegidan o'qish, hatto yuragidan o'qishga tirishqanlik bo'ladi. Allah kalimalarning qalbiga ma'nolar yerlashtirilgan. Kalimalarning qalbiga nozil qilingan ma'nolar mu'min insonlarning qalbiga nozil bo'lishi kerak. Buning uchun Qur'onni yuzaga o'qish kifoya qilmaydi. Tushunib o'qish shart. Qur'onga qarab kulib qo'yg'ichiga Qur'onni kulib qo'ydi. Qur'onga yuragidan chiqarib tabassum qilgan kishiga Qur'onmo yuragidan tabassum qiladi. Ig'zini ichib so'zligichi o'zining tushunilishini umid qiladi. Gulning po'raklab ichilishi, bulbulning sayrishi, qo'zilarning ma'rishimi bir ma'niga ega. Ya'ni ma'lum ma'nini ifodalaydi bular. Koinotdagi har narsaning o'z oldiga bir ma'nosi bor. Undaqda ilohiy ovozning ma'nosi bo'lmasmi? Allah ahamiyatsiz ishlar bilan mashg'ul bo'lishdan xoli. Vahiy bir tilovat kitobi emas, balki bir hayot kitobi. Bu sababdan hayotga nozil bo'lgan, uni o'zgartish uchun yana o'z ifodasi bilan elib aytganda xitob qilinuvchilarni qorong'ulikdan yorug'likka chiqarish uchun nozil bo'lgan. Qur'onning nuri uni tushungan bir aql va qalbga tushidi. O'ylab beqing, men tushunmayman, lekin yashayman deyish nima degan ahmoqlik? Sahaba kiramlar 10 oyatni ilib, yaxshi tushunib, hayotiga tatbiqlab, ondan yana 10 oyat o'rganatdikan. Biz bir-birimizga sahobalarning Qur'onga tutgan bu samimiy muomalasini bayon qilishning o'rniga palonchining bir kechada Qur'onni qancha qatim xatma qilganligidek asosi yo'q hikoyalarni anglatamiz. Bu sababdan Qur'on tasavvurimizmi, tushunish va hayotimizga tatbiqlash tushunchisi asosi o'rinda turadigan tasavvur bo'lishdan bakrak, avtomatik qaytalash asos qilingan bir tasavvur bo'lib chiqmoqda. Natija nima demsiz? Natija hammaga ayon. Qur'on dunyoda eng ko'p o'qiladigan, lekin eng oz tushunilgan va eng oz hayotga tatbiqlangan kitob bo'lmoqda. Ramazon muqobillarini Qur'onni hayotga elib kirishning bir fursati deb bilayli. Minglagan, 10 minglagan uydan yuksalgan Qur'on tilovati oldi bilan tushunish maqsad qilingan. Ondan hayotimizga elib kirish nishon qilingan qiroatga aylansin.
Mыңлыған, 10 мыңлыған өйдін пәкәт Qur'on sadalarla əməz, onun bilan birlikdə Qur'ani bir hayat yükselsin. Mana bu vaqtda Ramazan haqiqiy ma'nosi bilan keladi. Keladi va hech ketmaydi. Keladi va Qur'onning hayot baxsh etguchi havosini elib keladi. Elib keladi. Badanini xuddi o'lik qalbini elib yurgan bir tavutga o'xshash kezdirib yurgan tirik jinozlarga yangidan hayot bag'ishlaydi. Ramazan yazmalari 4-bob Qur'on oyi Ramazan 3-bölüm Qur'on va Ramazan Zaman, vaqt va insonni yaratgan, vahyini nazil qilgan, zaman va insonni vahyi bilan sharaflantirguchining ismi bilan boshlayman. Zamanmi xuddi insonga o'xshash bir tilsim. Zaman tilsimining ichiga nimalarning yoshiringanligini faqat Alloh biladi. O'tib ketgan vaqtni xotirlab mang'uchi, kelgusi uchun xiyollar surib, plan qilg'uchi yagona maxluq inson. Zaman, inson va vahiy. Bu uchi birlashgan nuqta shohidlik. Allah zaman va uni tashkil qilg'uchi tilimlar bilan qasam qiladi. Val fajr Subhi bilan qasamki, va shafaq vaqti bilan qasamki, va duha choshka vaqti bilan qasamki, va nahar kunduz bilan qasamki, va layli qorong'ulik olamni qoplagan kecha bilan qasamki, va asr zaman asr vaqti bilan qasamki, vahiy bo'lgan bu qasamlar vaqtning insonga shohid ekanligini askartishni maqsad qilgan. Bu yana bir nuqtadan insonga vaqtni unumlik, to'g'ri va obdan foydalanishni askartishni maqsad qilmoqda. Aksicha bo'lganda inson o'ziga ihson qilingan vaqt ne'matini o'zining ziyniga shohid qiladi. Bu ikki xil ziyon bo'ladi. Birinchisi vaqt amonatini zoya qilish, ikkinchisi zoya qilish orqali vaqtni ziyniga shohid qilish. Vaqtni insonga shohid qilgan Alloh insonni o'ziga shohid qilgan. Kalima-i shahodat. Bu shohidlikning eng ixcham va ma'nilik ifodasi. Allahqa shohid bo'lishga chaqirilgan bir sharaf hamda sharafning eng cho'ngi. Chunki Allohga shohid bo'lish guvohlikning eng cho'ngi va eng buyuk guvohlik bo'ladi. Eng ulug' shohid guvochi bo'lganlik, eng buyuk sharafga noil bo'lganlik bo'ladi. Zoti bilan qoim, avvali va oxiri bo'lmagan mutlaq tirik va abadiy mavjud bo'lib turguchi Alloh uchun aytganda, insonning uningga shohid bo'lishi uningga hech qanday bir foyda yetkazmaydi. U insonni o'ziga shohid qilish orqali insonni sharafli qilishni xohlagan va insonga ato qilgan aql va iroda orqali insonning ufqini ochgan. Shundoq emasmi? Allah zul ma'rij, ya'ni takomil martabasining egisi. U insonningmi bu martabaga yuksalish uchun uningga imkon va fursatlar bergan. Allah baxsh etgan bu yuksalish va yuqori ko'tarilish imkonlarining ichida eng boshda vahiy ko'zimizga chiliqadi. Vahiy xuddi vaqt va insonga o'xshash shohid. Shohid bo'lganligi uchun vahiy o'zini Majid, Karim, Aziz
ga o'xshash sifatlar bilan tonishtirdi. Bu sifatlarning hammasi fa'il, ya'ni guvoch shaklda ishlatildi. İlahi kalam insonga nozil bo'lgan va insondan bu ilahi kalamni loyiqida ilib mangmaganligi so'riladi. Vahiy nozil qilingan insonning o'ziga qilgan muomalasi haqida guvohlik berdi. Jonliq Qur'on bo'lgan payg'ambarning shahidan bo'lish sifatida avatilishini vahiyning guvohlik berish nuqtasidan tushunsak bo'ladi. Shundoq, ko'rganimizdek vaqt, inson va vahiy har uchi shohid bo'lish nuqtasida kesishidi. Lekin bu uchidan vaqt va vahiy insonga shohid. Inson Allohga shohid bo'ladi. Mana bu insonni mustasno qilgan omil. Shunga vaqt va vahiy inson uchun, inson Alloh uchun yaratilgan. İlahi tartib mana shundoq bo'ladi. Vaqtga mahkum bo'lish va uningga bog'lanib qolish bu tartibni buzganlik bo'ladi. Bu ahvolda vaqt inson uchun bo'lishdan inson vaqt uchunga aylanib qoladi. Mana bu ilahi tartibni maxluqot daraja tizimligini buzganlik bo'ladi. Mundaq bir savol paydo bo'lishi mumkin. Bu tartibda vaqt va vahiyning o'rni qayer? Ramazon mana bu savolning javobini berdi. Bu javobga erishish uchun Ramazon oyining o'zi qimmatini qayerdan olganligini bayon qilgan shu oyatni aslash zarur. Ramazon shundoq bir oydirki, insonlarga yetakchi bo'lgan, ya'ni hidoyat. Bu yetakchilikning ro'shan dalillarini elib kelgan, ya'ni bayinot va haqni botildan ayirgan, ya'ni furqat bo'lgan Qur'on mana bu oyda nozil bo'lishga boshladi. Sizlardan kimki Ramazon oyida hozir bo'lsa, Ramazon ro'zasi tutsin. Kimki kasal yoki safar ustida, ya'ni musofir bo'lib tutmagan bo'lsa, tutmagan kunlar uchun boshqa kunlarda tutsin. Alloh sizlarga osonlikni xohlaydi, taslikni xohlamaydi. Ya'ni og'zinglar ochiq yurgan kunlarning qazosini qilish bilan Ramazon ro'zasining sonini to'ldirishinglarni, sizlarni hidoyat qilganligiga Allohni ulug'lashinglarni, ya'ni uning in'omlariga shukr qilishinglarni xohlaydi. Bu oyat Ramazon oyini alohida qilgan sababni ro'shan va aniq qilib bayon qiladi. Bu sabab Qur'onning bu oyda nozil bo'lishga boshlanishi bo'lib, bu haqiqatni Qadr surasining 1-oyati tasdiqlaydi. Ramazon Qur'on tug'ilgan oy. Qur'on vahiy tug'ilgan kuni bo'lgan Qadr kechasi Ramazon oyi ichidagi bir kecha. Bu haqiqatan Baqara surasining 185-oyati bilan Qadr surasining 1-oyatini yonma-yon qo'yib o'qigan vaqtimizda ro'shan holda o'ttirg'i chiqadi. Bu agar Qur'on nozil bo'lgan Qadr kechasi Ramazon oyi ichidagi bir kecha bo'lmagan bo'lsa, Ramazon oyimi bundaq muborak va barakatli bo'lmaydi deganlik bo'ladi. Ramazonning bundaq muborak va barakatli bo'lishi vahiy nozil bo'lgan kechini o'z qo'ynida tutganligidan bo'lgan. Bu ulug'liq va barakatning cho'ngligini Qadr surasi mundaq bayon qiladi. Biz Qur'onni haqiqatan Shabi qadrida nozil qildik. Shabi qadrining nima ekanligini bilamsan? Shabi qadri, ya'ni sharaf va fazilatda 1000 oydan ortiqdir.
farishtalar va Jibril vahiy bilan shu kechida Parvardigoringning amri bilan, ya'ni ziminga Allah taqdir qilgan hayotning har sohasiga til bilan ifodaliksiz bir saodatning formulasi keladi. Bu ahvol tong otqicha davomlashadi. Shu kecha tong yo'rg'onga qadar butunlay tinch amonlikdan iboratdir. Nazil bo'lgan kechini bir umrga tang qilgan vahiy. Nazil bo'lishga boshlagan oynimi oylar sultoni qilgan Ramazon so'zlar sultonini elib kelmagan bo'lsa, oylar sultoni bo'la olmaydi. Bu sura xitob qiling'uchisidan shuni bilishni va e'tirof qilishni talab qiladi. Nazil bo'lgan kechini bir umrga tang qilgan vahiy, agar mening hayotimga nazil bo'lsa, har kunimni bir umrga tang qiladi. Ishchiga vahiy nazil bo'lgan bir umrning mukofoti faqat jannat bo'lishi mumkin. Demakki, ulug'luq va barakatning sababi vaqt emas, vahiy. Vahiyning sababi hidoyat, ya'ni yetakchilik. Hidoyatning sababi jimmi vahiylarning maqsadi bo'lgan bayinat va furqon bo'lish. Bayinat yoqilgan haqiqatni isbotlash uchun yetarlik bo'lgan ro'shan dalil ma'nosini bildirdi. Furqon yaxshini yomondan, haqni botildan, to'g'rini xatodan, adolatni zulmdan ayiradigan alaydilik va qobiliyatni bildirdi. Ramazon ro'zasini farz qilgan Baqara surasi 185-oyatda Qur'on mana bu ikki sifat bilan tonishtiriladi. Bu bekordan bekor bayon qilinmagan. Chunki ro'yi xitob qiling'uchisiga yetakchilik, ya'ni hidoyat qilish maqsadini bu ikki alaydilik soyasida amalga oshira oladi. Bularning birinchisi bo'lgan bayinat Qur'onda bo'lgan va xitob qiling'uchisiga sungan haqiqat. Ikkinchisi bo'lgan furqon xitob qiling'uchisiga barpo qilgan bir qobiliyatni ko'rsatadi. Faqat Qur'on barpo qilgan bir tasavvur va aql furqon alayidligiga ega bo'ladi. Bundaq bir tasavvur va aql bilan hayotga, koinotga nazar solgan ko'z albatta bayinat, dalolat qilgan haqiqatni to'g'ri va joyida ko'rdi va tushunib yetadi. Bulardan keyin so'rashga tegishlik eng muhim savol bu bo'lsa kerak. Qur'on tug'ilgan oyning ihyosi nima uchun ro'za qilib belgilangan? Yoki Qur'on tug'ilgan oy nima uchun ro'za tutish orqali muboraklanadi? Bu jon olg'ich savolning javobi vahiyning uni tushunish va hayotga tatbiqlashning ochqichi. Parschada kun ma'nosini bildiradigan ro'za so'zining turkchisi bo'lgan uruch kalimasi Qur'onda savm kalimasi bilan ifodalandi. Savm tutish va tark etish ma'nosini bildirdi. Kalimaning yiltizi yemak ichmakdan qilish, eg'izi yepiq bo'lish, ishchiga qo'shimcha bir narsa olmaslik ma'nosini bildirdi. İştiqaqi akbar, ya'ni arabcha lug'at ismida mutlaq, butun, kamtuksiz va to'liq ma'nosini bildiradigan ilohiy sifat as-samat qimmati muqim bo'lganligi uchun oltin ma'nosini bildiradigan samit, butun va gigant qoya ma'nosini bildiradigan samat.
ig'izi ittik bo'lganligi uchun sukut qilish ma'nosini bildiradigan sumim va kuch-quvvat jalb markaziy ma'nosidagi samit bilan tuqqan so'zdir. Som tutush bo'lib, tilimizda uruch, ya'ni ro'za tutush deymiz. Namozni qilamiz, tahoratni olamiz, zakotni beramiz, kalima shahodat keltiramiz, hajga boramiz, ro'zani tutamiz. Tilimizdagi tutush ro'za ma'nosidagi somning dal ifodasi bo'lish sababidan ro'za tutishning tilimizdagi ifodasi tutishni tutish bo'lsa kerak. Ro'za tutish oldi bilan ro'zaning tartibini tutish. Ro'za tarafda turish bo'lib, men ro'za tarafdori. Men ro'za tarafda turaman deganlik bo'ladi. Ro'za tutish o'zini tutish bo'lib, beshimizga kelgan peshkanliklarning ko'pinchisi o'zimizni tutolmasligimizdan keladi. Gunohlarning sababi ochiqni bosolmaslik, nafsini yig'olmaslik, shahvatini tizgillayolmaslik, tilini yig'olmaslikqa o'xshash sabablardan kelib chiqadi. Kishi ro'zani qanchalik tutsa, ro'zimi kishini shunchalik tutadi. Kimki ro'zaning beshini tik tutsa, ro'zimi uning beshini tik tutadi. Ro'za kishini insonga qul bo'lishdan qo'g'daydigan qalqon, bandini qul qilishdan saqlaydigan bir aql bo'ladi. Bu ma'nosi bilan ro'za och qilish emas, g'izolanish bo'ladi. Och qo'yilgan vujud bo'lib, bu insonning jismi tarafining ikkinchi o'rinda turadiganligini eskartadi. Birinchi o'rinda turadigan tarafi aql ishiltadigan, tafakkur qiladigan, aslaydigan, nasihat oladigan, ishonadigan, qismat yaratadigan, yaxshini yomondan ayiradigan tarafidir. Qur'on tug'ilgan oy bo'lgan Ramazonni badanni och qo'yib o'tkazishning sababi bu yerda ayon bo'lmoqda. Bu sabab mo'minning aqli va ruhiy farishtalarini g'idiqlab va tashviq qilish orqali uni tushunish va idrok qilish qobiliyatini oshirmoqda. Buning Qur'on bilan bo'lgan munosabati nihoyat ro'shan. Bu orqali vahiyni texmi yaxshi tushunishga yordam qilish bo'lib, bu vahiyni o'qish. Chunki o'qishdan maqsad uni tushunish. Bir narsa tushuniksiz bo'lgan bo'lsa, o'qilmadi deganlik bo'ladi. Iqro ilohiy amr. O'quv amridan ayrim holda tushan amriga muhtoj emas. O'qib tushunishni o'z ichiga oladi. Alaq surasining dastlab nozil bo'lgan oyatlardan o'qishdan maqsadning o'rganish, bilim, ta'lim ekanligini 4 va 5 oyatdan ko'rib olg'ili bo'ladi. Tunji nozil bo'lgan 2 sura Muzammildagi Qur'onni tartil bilan o'qish amrining ijrosi shundoq bo'ladi. Tushunishdagi maqsad hayotga tatbiqlash. Chunki tushunmagan narsani o'zlashtirgili, tatbiqlag'ili bo'lmaydi. Shunga Ramazon Qur'on oyi. Ramazon bizga Qur'onni ilib kelganligi uchun Ramazon bo'ladi. Ramazonlarimiz Qur'onni qanchalik o'qigan, tushungan va hayotimizga tatbiqlagan, hayotimizda yashatgan bo'lsak, shunchalik muborak bo'ladi. Qur'on bilan bo'lgan munosabatni faqat Ramazonga xoslashtirib qo'yishga bo'lmaydi, albatta. Chunki Ramazon Qur'on nozil bo'lgan emas, nozil bo'lishga boshlagan oy.
Qur'on bir Ramazon kechasi bo'lgan Qadr kechasida nozil bo'lishga boshlagan va bir naslning hayotini yangidan shakllantiradigan uzun bir jarayonni boshdan kechirgan. Vahiyning ta'siri kuchini nozil bo'lgan yillarga mahkum qilib qo'yg'ili bo'lmaydi. Har qanday zaman va makonda nozil bo'lgan kunida sanoqsiz va ayolning qalbiga nozil bo'lishni davomlashtirdi. Vahiy ilohiy bir loyiha bo'lib, zaminda vahiy bilan o'zini barpo qilgan insonlar orqali yangi hayot barpo qilishni maqsad qiladi. Ramazonning ta'sirini xuddi vahiyga o'xshash faqat bir oyga mahkum qilib qo'ymaslik kerak. Ramazon ilib kelgan ma'no iqlimini xitob qilg'uvchisining butun hayotiga yeyish va uning umrini Ramazon qilishni maqsad qiladi. Shu haqiqatni unutmaslik kerak. Umri Ramazon bo'lg'uchining oxirgi bayram, hayit bo'ladi. U hayit jannatning dal o'zi. Mana mushundaq kishida Ramazon tövendeki so'zni aytqidak ong paydo qiladi. Kufrga, shirkka va zulmga qarshi ro'zamni buzsam, kaporatim jahannam bo'lsin. Ramazon yozmalari 4-bob Qur'on oyi Ramazon 4-bölüm Qur'on va Ramazon 2. Qur'onda Ramazon oyi haqida to'xtalgan Baqara surasi 185-oyati yana bir-biriga zich munosabatli bo'lgan muhim omillarni bayon qiladi. Buningga asosan 1. Ramazonning sababi Qur'on. 2. Qur'onning sababi hidoyat, ya'ni rahbarlik, bütün insonlarga yetakchi bo'lish. 3. Hidoyatning sababi bayinat va furqon. Hidoyat faqat bular orqali amalga oshadi. Bayinat haqiqatni yoqlagan nazariyani isbotlashga yetarlik ro'shan dalillar ma'nosini bildirdi. Furqon haqni botildan, to'g'rini xatodan, adolatni zulmdan, yaxshini yomondan ayirish qobiliyati va aloydiligi degan ma'noni bildirdi. Qur'onning yetakchiligi faqat bayinat va furqon orqali amaliylashidi. Bularning birinchisi bo'lgan bayinat Qur'onning o'zida bo'lgan va xitob qiling'uchiga sungan. Ikkinchisi bo'lgan furqon xitob qiling'uchida barpo qilgan bir aloyidilik va qobiliyat. Faqat Qur'on shakllantirgan bir tasavvur va aql ko'zi bo'lgandila bayinat dalolat qilgan haqiqatni o'z joyida va to'g'ri shaklda ko'rgili hamda tushungili bo'ladi. Buning birinchi sharti Qur'onga tarbiyalaguvchi bir ustoz sifatida muomala qilish. Afsus, reallikda buning dal aksicha bo'layotidi. Qur'onga bir shay'i sifatida muomala qilinmoqda. Vahiy mundaq 3 bosqich bilan tarbiyalaguvchi bir ustoz bo'lishdan muqaddas narsaga aylanib qolgan. Birinchi bosqich labz, ma'no va maqsaddan tarkib topgan vahiyning eng muhim tarbi bo'lgan maqsad qismi. Nazardan saqit qilinib, vahiy labz va ma'noga mahkum qilib qo'yilgan. Halbuki labz va ma'noning sababi maqsad edi. Maqsad chetga qiqilganlikdan ilohiy vahiyda murod qilingan maqsadni tushunish qiyinlashdi. Faqat labz va ma'niga tayanib turib tushunish tirishchanliklari bir turkum tushuncha masalalarini keltirib chiqardi.
maqsadi nazardan saqit qilingan vahiyning tarbiyalaguchi ustoz bo'lishdan xoli qilinishi tabiiy bir natija edi. Chunki tarbiyalash vahiyning maqsadi bilan bevosita munosabatlik edi. Ikkinchi bosqich labz va ma'niga mahkum qilingan vahiyni tushunish harakati. Bu qatim vahiyni ikkinchi putidan, ya'ni ma'nidan ayirib tashlab, faqat labzga markazlashtirib qo'ydi. Bu yuqorida ko'rsatilgan jarayonning tabiiy natijasi edi. Bu natija ma'noning o'zini yeshib berishga to'salg'i bo'ldi. Shuning bilan vahiyning xitob qilinuvchilari vahiy bilan dialog qurish, uni ideologiyalik bir tasavvur bilan o'qishning o'rniga uni faqat tilovat qilish bilan kifoyalandi. Bu aslida ma'noning yo'qligidan shakllangan bo'shliqni labz bilan to'ldirish edi. Uchinchi bosqich vahiy faqat labzga mahkum qilinganlikdan Qur'onni faqat mushaf, ya'ni kitob holiga tushirib qo'yildi. Vahiy endi tarbiyalaguchi ustoz emas edi. Chunki u xitob qilinuvchilarni emas, xitob qilinuvchilar uni ulug'lashtiryotdi. Halbuki vahiy aslida ulug' edi va uning insonlar tarafidan ulug'lanishiga emas, tushunishiga va hayotiga tatbiqlashiga ehtiyoji bor edi. Vahiyni shayga aylantirib qo'ygan xitob qilinuvchilari uni shayga aylantirib qo'yishning badalini ulug'lash orqali to'lash yo'liga qarab mangdi. Bu xuddi vahiyning eg'izini maylashdek bir ish edi. U endi xitob qilinuvchilarning hayotidan bir narsalarni yo'qotib, yangidan bir narsalarni barpo qilmaydi. Xitob qilinuvchilarmo vahiyni kuchining yetishicha egiz joyga elib qo'yadi. Shuni eskartib qo'yish zarurki, keyingi mazgillardagi Qur'on o'qish va tushunish tirishchanliklari afsuski yuqorida bayon qilingan jarayonni ta'tirsiga o'riyolmadi. Hatto zamonaviy shakli maydonga keldi. Chunki bu tirishchanliklarning ulida vahiy tarbiyalaguchi bo'lishidan ziyoda Qur'on madaniyatiga ega bo'lish, o'zining ma'lum sohadagi bilimini oshirish, mengisini va zehnini ishiltish orzusi yer olmoqda edi. Natijada zamonaviy tasavvur bilan klassik tasavvur o'xshash nuqtada, ya'ni vahiyni shayga aylantirib qo'yish nuqtasida uchrashgan edi. Bu jarayonda vahiyning yo'linishi 180 gradus o'zgarib ketgan edi. Aslida tarbiyalaguchi bo'lgan vahiy arshdan yer yuziga tushgan xitob edi. Keyin shayga aylantirib qo'yilgan vahiy tövandan yuqori ruh elib mangan bir uchar gilamga aylantirib qo'yildi. Qur'on tushanchisida maydonga kelgan bu tarixiy burilish qisqasi tövandagidek shaklda maydonga keldi. Ma'no hayotning ichida qezib chiqarilmaganlikdan taqlid qilinishga boshlandi. Shuning bilan taqlid tarbiyalaguchi aloyidlikni yo'qotib qo'yishga boshladi. Bu nuqtadan boshlab taqlid qilg'uvchilarni kimligiga qarab ikkiga ayirish kerak. Birinchi, hisni jismga, shayga aylantirish. Ikkinchi, aqlni jismga, shayga aylantirish. Hisni jismga, ya'ni shayga aylantirish hammamizga ma'lum. Ma'no bo'lmagandikin majburiy holda shakl ulug'lashtirildi. G'oyaviylashgan shakl aqlga muvofiq bo'lishdan halqib xoslikqa aylanadi. Xoslikqa aylangan muqaddas bir shakl tushungili bo'lmaydigan shaklga bayon qilinadi va uni yashash, hayotga tatbiqlash mumkin bo'lmaydigan holga keladi.
aqlni jismga, shayga aylantirish bizga ma'lum bo'lgandan ziyoda bizning naslimizda tajriba qilingan bir tushuncha turi bo'lib, xoslikqa zid emas. Chunki u aqlga muvofiq emas. Aksicha, aqlchi bo'lib, hammani aqlga bo'ysundirishga uringan. Bu hisni jismga, shayga aylantirishning dal ta'tiri bo'lib, benormallikning yana bir qutubi edi. Asli ojizligi vahiyni kishini tarbiyalaguchi ustozga aylantira olmaslik. Chunki uning tushuncha shakli xuddi hisni jismga, shayga aylantirishdek xato bo'lib, bu tushunchaning xatoligi vahiyni shayga aylantirib qo'yish edi. Orasida faqat bir farq bor bo'lib, ya'ni hissi emas, aqlchi bo'lish edi. Vahiyni jismga aylantirib qo'yish hikoyasi yo'lovchining yetakchisiz qilish hikoyasi bo'lib, bu hikoya bir yozma bilan tushuntirgili bo'lmaydigan uzun hikoya. Ramazon yozmalari 4-bob Qur'on-i Ramazon 6-bölüm Qur'on va Ramazon 4. Payg'ambar alayhissalomning Ramazon to'g'risidagi hadislarini birlashtirgan asosda o'qiydigan bo'lsak, mundaq ajoyib bir natijaga erishimiz. Ramazon ta'sir qilish doirasi ma'lum bir makon yoki ma'lum bir insonlar jamiyati bilanla cheklanib qolmaydigan olamshumul bir imkon. Hazrati Payg'ambarning olamshumul bir imkon holatida tasavvur va taqdim qilgan Ramazonni yer yuzining hamma yerda yoritilish maqsadiga mos holda yangidan tarbiyalanish safarvarligiga aylantirish u yoqda tursin. Yuragimiz, o'z insonlarimiz va o'z tuproqlarimizda bo'lsa-mu, yangidan tarbiyalanish safarvarligiga aylantira olmayapmiz. Vatanimizdagi ajnabiylar tarafidan Ramazonga qarshi har yili psixologiyalik urush taktikalari qo'llanilib, ijro qilinayotgan suiqasdlar Ramazon o'z ichida saqlagan tangdishi yo'q yoshirun imkonlarni yerliklardan bakroq ajnabiylarning bilib yetganligini ko'rsatadi. Bu nimani ifodalaydi? Bu yerliklarning Ramazonning ichiga yoshirilgan imkonlarni noit oz sondagi kishilarning foydalanayotganligining bisharti. Bu imkonlar faqat aqidaviy va diniy taraf bilan cheklanib qolmaydi. Bularga Ramazon elib kelgan ijtimoiy va iqtisodiy imkoniyatlarni qo'shsangiz bo'ladi. Ramazon elib kelgan imkonlarni faqatla yarador imonlarning va xarobiga aylangan yuraklarning o'zini asliga keltirish uchun emas, axloqiy gumrohlikqa mubtalo bo'lgan ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy tuzumlarning o'zini o'ngishib olish uchun foydalanishi mumkin. Buning uchun kam bo'lsa bo'lmaydigan shart shaqirab etilib chiqayotgan Ramazon buliqini Qur'on shakllantirgan iqinga yuzlantirib, uni energiyaga aylantirish. Chunki Ramazondagi yoshirin imkonlardan Qur'onsiz holda to'liq foydalangan bo'lmaydi. Vahiy Allah bilan inson orasidagi dialogning Allohdan insonga yuzlangan qismini ko'rsatadi. Mundaqcha qilib aytganda, islom Allohga taslimiyatning hayotga aylangan shakli. Bu taslimiyat bu dunyoda silim, ya'ni tinchlik, oxiratda salomatlikni, ya'ni mangulik baxtni elib keladigan bir taslimiyat bo'lib, u inson engining eng
tavlanğan holatini ifodalaydigan mas'uliyat eňi. Ya'ni taqvo ziminida qad ko'tarib turadi. Mas'uliyat tuyg'usining eng tuvanchiki insonning shaylarga eng yuqori pallasi Allohga bo'lgan mas'uliyat tuyg'usini ko'rsatadi. Mas'uliyat eňi insonning insonda insoniy holda əmlilashtirilgan eng negizlik tarbiyalash harakatidir. Bu tarbiyalash harakatining nishoni oldi bilan tövandan yuqori qarab bo'ladi. Ya'ni insondan Allohga tutashgan bir ong safari. Bu safarning eng oxirgi bekiti Allohga bo'lgan mas'uliyat tuyg'usi bo'ladi. Ana shu nuqtada tarbiyalanish harakati yuqoridan tövanga Allohdan insonga yuzlangan yo'lni bo'ylab bu safar tamomlanadi. Tarbiyalanish safari yangi miroj va nuzul. Bu o'rlash va tushish Qur'onning Alloh bilan inson munosabatini tushundirganda eng ko'p tilga oladigan uqumlardan biri bo'lgan zikrning haqiqatini ko'rsatadi. Qani, meni yod etinglar. Men sizlarni yod etay. Bu qo'sh yo'nalishlik aslash. Zikr bir qo'sh yo'nalishlik mislsiz tarbiyalanish safardan iborat. Tövandan yuqoriga o'rlagan duo. Yuqoridan tövanga oqqan ijobat. İnsandan Allah'a yükselgini ubudiyet. Allah'tan insanga laylab tushgini rububiyet. İnsandan Allah'a yükselgini sual. Allah'tan insanga tushgini javob. İnsandan Allah'a o'rligini ong. Allah'tan insanga nazil bo'lgani vahiy. İnsandan Allah'a o'rligini ko'plik, Allah'tan insanga tushgini bo'lsa, vahdat, ya'ni birlikdir. Demak, vahiy inson uchun yaratilish maqsadiga mos tarbiyalanish uchun berilgan ilohiy bir loyiha. Mаңыдыған жаллық ayat болған insonning atrofini o'rab turgan tabiatmi bir ilohiy tarbiyaning mahsuli. Bu ilohiy loyihaning obyekti bo'lgan inson vahiyning yetakchiligida hayot binosining me'mori bo'ladi. Buni o'ziga bo'ysundirib berilgan tabiatdan foydalanib amalga oshirdi. İnsan ilahi kitapның əsri, hayatını şəkillendirgici. Vəhyini eliş məsuliyyəti insanga berilgan. Allah insan bilan sözləşdi. Adam ballarının tarixi Allah bilan insan diyalogidan tərkib tapqan. İnsan Allah'ның bəndisi, yer yüzünün igisi qılınğan. Ramazan Alemlerinin Rabbi bolgan Allah'tan alemlerge rahmet bolgan Hazreti Muhammed Aleyhisselam arqılıq bütün alemlerge insaniyetki kelgen vahiyinin içki dünyayimizni aslik keltirish ve qaytadan barpo qilish mavsumi emasmi? Ramazan yazmaları 4-bab Qur'on iyi Ramazan 5-bölüm Qur'on va Ramazan 3. Qur'onni xuddi sana nazil bo'lgandek o'qu. Bu qadimiy tavsiya bütün Qur'on o'qish qo'llanmalarining 1-numurliq yetakchisi bo'lishi kerak. Buni so'zlash oson, ammo uni amalga oshirish qiyin. Taxmin qilganingizdek, bu qiyin ishlarning qiyini. Ammo imkonsiz, ya'ni amalga oshmaydigan emas. Buni amalga oshirish uchun oldi bilan maydonda sen bo'lishing kerak.
ya'ni o'zingizning nima ish qilayotganligini biladigan man. Mavjud ekanligini bilib yetgan man. Bu idrokni vujudga chiqarish uchun mavjudlik to'lg'iqi yegan bir man. Mana bu to'lg'oq bilan o'zini dunyoga keltirgan man bo'lishi kerak. Sahnada bir man bo'lgan bo'lsa, har bir manning bir haqiqat masalasi bo'ladi. Tilga olgan vaqtda dilni ko'ydiradigan, ya'ni yurakka o't tutashtiradigan bir masalasi bo'ladi. Man va haqiqat bir yerga kelgan joyda bir safardan so'z qilinadi degan gap. Ya'ni tugamas bir safar. İnsanning o'zini yutib mangan safar. Mandan boshlanib, yana oxirgi manzili manga tutishadigan safar. Mengish bilan yetkil bo'lmaydigan, ammo borganlarning hammasi mangan safardan yo'lovchi yo'l bo'lgan, yo'lovchi bo'lgan bir o'zgacha safar haqida so'z qilinadi degan gap. Xarita vahiy, yo'l boshlag'uchi payg'ambar, kompas aql, oziq-tulik ibodat, ulug' dunyo va barliq dunyoliklar. Yo'lovchining aql kompasi saxta magnit maydonlarining ta'siridan yaxshi qo'g'dilish kerakki, istiqomatda, nishonda bir ezish bo'lmasin. Nishondan 1 millimetrlik eg'ish har qadamda cho'ng'ib, oxirida kilometrlarcha eg'ishni keltirib chiqardi. Nishondan adashib qolgan bir yo'lovchining bosgan har qadami uni nishoniga yetkazishning o'rniga nishondan yiroqlashtirdi. Bu xuddi nodon bilimsizning dindorligiga o'xshaydi. Uning dindorligi kuchaygan siri ozg'unliqimi eshib bordi. Mushu sababdan har namozning farzi bo'lgan istiqboli qibla aslida bir nishonini ko'zdan kechirishni bildirdi. Undaqda aql kompasi magnit to'zoqlardan va saxta ezitqilardan qanday qo'g'dinish kerak? Mana bu nuqtada Ramzan bizga sungan imkonlarga murojaat qilishimiz kerak. Bo'libmi Ramzanni bizga bir imkon qilib sungan maqsadga, ya'ni vahiga murojaat qilishimiz kerak. Qur'onni bir topadigan tangrichaq holatidan chiqarib, hayotimizni barpo, insho qiladigan birinchi nomerlik omil deb bilishimiz kerak. Vahiy insonni yaratilish maqsadiga yarasha tarbiyalaydigan bir ilohiy loyiha. Vahiy bu loyihani tasavvuri, aqli va shaxsiyatini o'z qo'li bilan barpo qilgan insonlar orqali amalga oshirdi. Tunugun buni bir qatim takror qildi. Tunugun qilgan ishni bugunmi qiladi. Eg'izlari bilan Allohning nurini o'chirdiganlarning bo'lishidan qat'iy nazar buni yana qiladi. Bu ilohiy bir omonat bo'lgan vahiyga bo'lgan sadoqatning taqozosi. Yaratilish maqsadiga uyg'un bir hayotni barpo qilishga mas'ul bo'lgan inson ma'lum bo'lgan tarix ichida o'ziga berilgan bu omonatga har doim sodiq bo'la olmadi. Yaratilish maqsadiga uyg'un bir hayotni barpo qilish mas'uliyatini ado qilish jihatdagi har parvosizlik va mag'lubiyat inson o'g'liga ig'ir kulpat ilib keldi. Jimi payg'ambarlar va ularga kelgan ilohiy chaqiriqlarning oxirgi maqsadi insonlarga unutgan yoki qasdan tark qilgan bu mas'uliyatni aslatish edi. Omonatga xiyonat maqsadini bildiradigan har xil mas'uliyatsizlik, ijtimoiy, siyosiy
va iqtisodiy sohalarda ig'ishni cho'nqurlashtirib, ogohlantiruvchilarning so'ziga quloq solmay, joylik qilgan qavmlar o'zini halokatga mahkum qiladi. Allah bilan insonlar orasidagi dialog ma'nosini bildiradigan barliq ilohiy vahiylarning eng yuqori pallasini tamsil qilgan Qur'on vahiy. Rahbarlikning kishilardan prinsiplarga o'tganligining xabarchisi edi. Qur'onning payg'ambarlar tuganchisiga kelgan eng oxirgi vahiy bo'lishining ma'nosi bu edi. Shuning bilan birga bu zamonaviy davrlarning qaysi yo'nalishga qarab taraqqiy qildiganligini xabar qilgan ilohiy bir bishorat edi. İnsoniyatning kelgusidagi taraqqiyot yo'nalishlarining ijobiy va salbiy taraflarini ko'rsatib berishi jihatdanmi nihoyatda cho'nqur ma'noga ega edi. Allohning hayotimizga hamisha mudaxil bo'ladiganligi, ya'ni aralashadiganligiga iymon etgan ekanmiz. Zamonaviy hayotningmi Allohning aralashishidan mustasno emasligiga qalbimiz ishonishi kerak. Qur'on ko'rsatgan iymon buni taqozo qiladi. Zamonaviy hayot mana bu tushuncha bilan o'qilgan vaqtda insoniyat tarixining eng buyuk talaysizligi bo'lgandek, eng cho'ng fursatimi bo'lish mumkinchiligini ko'rsatib berdi. İnsoniyat tarixining hech bir davrda zamonaviy davrlardagidek umumyuzlik bir ezishning qurboniga aylanmagan edi. Lekin bu insoniyat oilasiga tarixning hech bir davrda xiyoliga keltirgil bo'lmaydigan dunyoviy bir yuzlanishni belgilash imkonini sunib baxmagan edi. Bu imkondan foydalanish imkonga bog'liqdir. Barliq ramzonlarning o'zini kuchlantirish uchun belgilangan iymonga munosabatlik. Bu imkondan foydalanish jihatdan har mu'min Ramazon bilan bo'lgan munosabatni qaytadan ko'zdan kechirish kerak. Ramazon mavjud bo'ladigan vahiyning hayotni barpo qilish umidimi bor bo'lib turadi. Ramazon yozmalari 5-bob ro'za tutish o'zini tutqanlik. 2-bo'lim ro'za tutish o'zini tizginlashtir. Qayg'umiz o'zimiz uchun. O'zini bilmagan nimani biladi deysiz? O'zi bilan ap o'talmagan kishi boshqalar bilan qandoqmi ap o'tsin? O'zini yo'qotib qo'ygan kishi nimaga erishadi? Turkchadagi oruch, ya'ni ro'za tutish nima degan yaxshi ta'bir. Doim yoqtirman bu ta'birni. Ta'bir deb atishim sababsiz emas. Chunki ro'zaga munosabatlik tafakkur va zihn harakatimizda biror kichik ubur, biror ko'rik rolini o'ynaydi bu ifoda. Ro'zaning arabcha atilishi savm. Bu so'zning o'tiliga lug'atlarda imsak so'zi yerlashtirilgan. Uningdan boshqa tutish, tizginlash degan ma'nolarni bildirdi. Mundaqcha aytganda, tuvandagi savolga bir qitimda javob berish qiyin. Ro'za bizni tutamdi yoki biz ro'zani tutamdiq? Biz ro'zani tutganligimizni da'vo qilamiz. Bu ma'lum jihatdan to'g'ri. Ammo bu haqiqatning nihoyatda oz bir qismini ifodalaydi. Aslida to'g'ri bo'lgan qarash, biz ro'za bizni tutsin deb tutamiz. Tilimizda tutish bilan munosabatlik nima degan ko'p va keng doirada ifodalar bor. Tutdim bu odamni,
Оны көзім tutmadı, көзімге сығмады. Bu iş tutmadı, yani qamlaşmadı. Demegen bolsam bulaptıken, tilimni tutalmadım, yani yığalmadım. Özümni tutalmay qaldım, yani bir saranglık qıldım. Көргеніңіздек, әммісі де тұтыш, ижаби түс мәнісіге ие. Қобыл қылыш, игі болуш, сөйіш, үлпәт пайда қылыш, игі болуш, баш құруш, тізгілләш, өзіні біліш деген мәнләні білдірді. Болып му әң ақырқы мәнісі өзіні тұтывылыш әқиқаттан қиын бір іш. İnsanға kelgen musibet özünü tutalmay qalğanlıqıdan kelidi. Günahlarning hammasi özünü tizgileyelmegenlikning mahsuli. Eng qabiy jinoyatlar özünü tutalmay qalğan yüz berdi. İnsan tilini yig'almagan vaqtda ranjitidi va ranjib qoladi. Qo'lini tizgileyelmegen vaqtda urib chaqidi. Özünü tutalmagan vaqtda özünü yo'qitib qo'ydi. O'ziga uvol qiladi, o'zini yo'qitib qo'ydi. Özünü tutalmagan o'yinchiqqa aylanib qoladi. Tizginligicha emas, uningga mahkum bo'lib qoladi. Ega bo'la olmaydi, qul bo'ladi. Ta'sir ko'rsatguchi emas, ta'sirga uchirg'uchi bo'ladi. Hayot uliqining ustida emas, aksicha hayot uliqi uning ustiga minib olgan bo'ladi. Havoyi nafsini tizginlashning o'rniga uningga asir bo'ladi. Аңлы holda muomala qilmaydi. Chunki zehnini yoshirun ong, ya'ni mengiga o'rnab ketgan xato tushuncha tizginlab olgan bo'ladi. Halbuki zehn yoshirun ongni tizginlash kerak edi. Aksicha bo'lganda ot bilan chavandozlarning o'rni almashib qolgan. Chavandoz otning ustida emas, chavandoz otni yutib olgandek bo'lib qoladi. O'zini tutib olish inson qila oladigan qiyin ish. Roza bizni mana bu qiyin ishga taklif qiladi. O'zini tutdiq deb o'ylagan roza aslida bizga o'zimizni tutishni o'rgatadi. Yemek içmek tuyg'imizni, shahvatimizni tizginlashni o'rgatadi. Bu tuyg'ularni tizginlayolmagan kishilarning qanday qilib yo'ldan chiqib ketganligini, harom, halol demay, yiqqan sir yig'adigan bo'lib ketganligini, serib supurib mangdiganligini ko'ryapmiz. Yeb ichish tuyg'usini tizginlayolmagan kishining och qilishdan qo'rqadiganligini bilamiz. Och qolgan kishini to'yg'izish oson, lekin och qilish andisiga giribdor bo'lib qolganlarga butun dunyoni yegizsingizmi to'yg'izolmaysiz. Bunimi bilamiz. Ro'za tutish nafsini tizginlash bo'lib, ularni tizginlab turishdir. Yoshirun ong zehnni tizginlamasligi uchun yoshirun ongni doim tizginlab turish kerak. Bundaq bo'lganda zehnni ozdirg'uchi nafsning quli bo'lib qolishdan saqlab qolg'ili bo'ladi. Ichki his tuyg'ular tizginlansa, ularning ongni asir qilishning oldi ilinsa, buning ham ong, ham irodaning kuchlanishiga yordam bo'ladi. Ong kuchlansa, shaxsiyat, xarakter kuchlanadi. Bu mas'uliyat tuyg'usini barpo qilishning va uni kuchaytirishning yo'li. Mana bu sababdan ro'zani farz qilgan oyatda mundaq bayon qiladi. Bu orqali mas'uliyat tuyg'usiga ega bo'lishinglar uchun. Oyatning bu qismi ro'zaning maqsadini tushuntirib berdi. İnsanның ong, iroda va shaxsiyat saviyasi u ega bo'lgan mas'uliyat tuyg'usi bilan o'lchindi.
Bu to'y asosida ado qilingan har yaxshilik fazilatlik ish deb sifatlanadi. Mana bu fazilatning o'zi. Mana bu sababdan roza tutish o'zini tutganlik bo'ladi. Kishi rozani qanchalik tutsa, rozimi kishini shuningga loyiq tutadi. Kimki rozaning beshini tik tutsa, rozimi uning beshini tik tutadi va bandiga qul bo'lishdan saqlaydigan qalqon, bandiga qul bo'lishdan saqlaydigan bir aqlga aylanadi. Rozaga haddidan ziyoda ma'no berdi deb o'ylab qolganlar. Ular rozaning mislsiz bir butun gavdining tangdishi yo'q bir parchasi ekanligini eslash kerak. Bir parcha o'z rolini o'zi oid bo'lgan eng bir butun gavdi ichida joriy qildirdi. Islom bir butun hayot shakli bo'lib, roza, namoz, zakot va boshqa ibodatlar bu bir butun gavdining biror parchasi. Xuddi insonning hujayralariga o'xshaydi. Dinni tashkil qilgan omillarmi o'z ichida parallel va yanto munosabatga ega bo'ladi. Rozaga mana bu sababdan oid bo'lgan bir butun gavdi ichidan qarash kerak. Roza o'zining haqiqiy qimmatiga faqat bu shaklda ega bo'la oladi. O'zingizni yaxshi asrang, lekin oldi bilan o'zingizni tutib oling. O'zini tutolmagan o'ziga yaxshi qaray olmaydi. O'zini tutolmagan rozini tutolmaydi. Ramazon yozmalari 5-bob roza tutish o'zini tutqanlik. 4-bo'lim rozaning beshini tik tuting, rozimi beshingizni tik tutsin. Şamsiddin Şamining qamisi Turkning oruç, ya'ni roza maddasida mundaq ma'lumot bor. Farscha roza so'zidan kelgan bo'lib, turklarning ri va al bilan boshlangan so'zlar bo'lmag'achqa, bundaq so'zlarning beshiga doim kalimaning so'zuq tavushiga mos holda bir tavush qo'shildi. Bu shuning bilan oruç bo'lgan. Ya'ni rosni orus, Ramazonni Ramazon deb atig'inidek. Oruç so'zining yiltiziga munosabatlik yuqoridagi ma'lumotlarga asosan qadimki turklarda rozaning yo'q ekanligini, bu ibodatning islom orqali boshda farislarga, ondan bizga yetib kelganligini ayta olamiz. Rozaning Qur'ondagi atalishi savm. Savm buyuk arab tili ansiklopediyasida berilgan ma'lumotga qaraganda tark etish va bardoshlik berish tusini olgan sabr ma'nosini bildirdi. Savm so'zining yiltiz ma'nosiga asosan rozaning tutish va tashlashdan iborat bir-biriga zid ikki ma'nosini o'z ichiga olgan bir ibodat ekanligini bilalaymiz. Rozaning maqsadimi bu ma'noni inson hayotida aktiv holga keltirish, ya'ni tutishga tegishli bo'lganlarni tutish va tashlash zarur bo'lgan va tark qilish foydali bo'lganlarni tashlash. Ramazon rozasini farz qilgan Qur'on oyatining bu farzning sababini bayon qilib mundaq oxirlashishi yuqorida tilga ilingan natija bilan o'xshashlikqa ega. La alaykum tattaqun. O'zinglarni saqlashinglar, qo'g'dishinglar uchun. Natijada faqat o'zini saqlaganlar qo'g'dilib qoladi. Tark etishni bilganlar bardoshlik bera oladi. Yo'qab ketmaydigan va yaxshi narsalarni tutib turish uchun o'tkinchi va yomon xarakterlik narsalarni tashlash shart.
ba'zida tutib tura oladigan narsangizning soni tashlab o'tadigan narsangizning soni bilan o'ng tanasib bo'ladi. Buni mundaq tushuntirishkimi bo'ladi. Ya'ni tashlab o'tmay erishmoqchi bo'lish xuddi badal to'lmay qo'lga keltirishga o'xshaydi. Tutgan narsangiz maqsadini sizda namoyon qilib qilmasligi sizning nimalardan voz kechilishingiz bilan munosabatli bo'ladi. Saqlanishingiz faqat Allohdan qo'rqgan holda o'zingizni tortqanligingizning bir mukofoti bo'ladi. Biz aqida qilgan qimmat haqiqatning bizda qanchalik iz qoldirganligini va haqiqiy ekanligini bilish uchun o'zimizdan bu savolni so'rab beqishimiz kerak. 1000 qatim 28 fevral voqeasi bo'lsa, 1997 yil 28 fevralda Turkiya